18 yoshgacha voyaga yetguncha mutlaqo telefon bermaslik eng to'g'ri yo'l. O'zbekistonda ham tezroq qonunchilik asosida qonunan buni taqiqlash kerak. Qonunan. Juda ko'p yoshlar hozirgi kunda qahramonni oilasidan emas, ko'chadan va ijtimoiy tarmoqlardan qidiryapti. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Vayner bo'laman, bloger bo'laman, ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritaman deyotgan ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, men ularga aytgan bo'lardimki, o'zingizni qizil chiziqlaringizni belgilab oling. Xalqni jig'iga tegmang. Xalqni qadriyatiga, xalqni nafsoniyatiga tegmang. O'shaning uchun men doim aytadigan gap, ota-onangiz bugun bormi, tezroq nimadirga erishish harakatini qiling, ertaga tatimaydi. Hozirgacha meni qahramonim otam deb hisoblayman, haligacha. Ko'p narsa ham misol uchun yo'q bo'lsa ham o'rganaman o'lida. Negativ yozish, bir bo'lar bo'lmas gap yozishni men bitta so'z bilan baholayman. Bu hasad. Yoshligimizda haqiqatda xatlar yozilardi bir-birimizga. Xat, husni xatli, xatolarimiz bormi yo'qmi, o'sha o'rtoqlarimizga men bitta ani qoldiribsan, men bitta uni qoldiribsan desa, uyalgandan keyin safar to'g'rilab yozishga harakat qilinardi. Sevinsangiz ham xat yozardingiz-da. Esdalik tutilardi, boshqa qilinardi. Men unaqa katta gapira olmayman, lekin qo'rqaman mana shundan. Qiz farzandingiz bormi, o'tda ehtiyot bo'ling, katta mas'uliyatsiz yelkangizda turibdi. Siz uni egasiga berguningizcha programmasini, miyasidagi programmasiga virus yuqtirmasdan bera olasizmi yo'qmi? O'sha virus kirdimi tamom. Oila buzilishida eng katta rol o'ynaydigan inson kim? Otami, onami? Er bo'ladi. Otani haybatidan qo'rqmagan, otani savlatini his qilmagan, ota degan bir zotni nima ekanligini, kim ekanligini bilmagan farzand ertaga shunaqa bo'ladi-da. Yoki bitta bolani ko'rsatib, agar mana shu video 100 mingta layk yig'sa, men bunga yordam beraman. 10 mingta layk yig'sa, men onamni operatsiya qildiraman. Maqsad bo'lish kerak-da Instagramda. Men shu blog yurityapman, maqsadim nima degan savolni o'ziga berish kerak. Misol uchun mendan so'raydigan bo'lsanglar, men doim aytaman. Bir 4 ta odamning fikrini o'zgartirish, hech bo'lmaganda. Bir gap bilan bugungi yoshlarga nima degan bo'lardingiz? Qisib yuring. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, aziz kuzatuvchilar va anchadan beri bizning podkastimiz chiqmayotdi. Mana bugun boshladik va bugungi podkastimiz noodatiy. Nimaga unaqa deyapman? Sababi bugun aslida ko'p holatda mehmonlar bizda hayajonlanadi, lekin bugun bizni ya'ni mezbonlar hayajonlanamiz. Nimaga? Men bilan asosan to'lagan ekan. Sababi yaqinda xabaringlar bor, ko'rgan bo'lsanglar kerak, Instagramda ko'p ko'rsatdik. Nutqlik bo'yicha kursga bordik, kursni bitirdik va bugungi mehmonimiz bizning ustozimiz. To'g'ri gapirishni, to'g'ri nafas olishni o'rgatgan inson, tushunishinglar uchun. Islom aka Qoraboyev, jurnalist, kelajak bunyodkori medali sohibi va yana ta'kidlayman, bizani yaqin ustozlarimizdan biri bo'lgan Islom aka. Kattakon rahmat ustoz, kelganingizga, vaqtingizni ajratib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Taklif uchun ham katta rahmat. Xursand bo'ldim. Xudo xolisa bugun bir manfaatli, xalqqa foydasi tegadigan bir suhbat qilishga Xudo xolisa harakat qilamiz. Xo'p, o'zi asli suhbatimizni mana shu jurnalistika, nutq bo'yicha boshlamoqchi edik, lekin hozir juda ko'pchiligiga qiziqmas. Albatta. Juda ko'pchilik bu sohaga hali tushunib yetmadi. Biz ham kursga kirgunimizcha shunchaki yani ovoz mashqini o'rganib olsak bo'ldi deb o'ylardik-da, lekin bu asli haqiqatan juda chuqur ilm ekan bu, to'g'ri gapirish. Mana bugungi podkastni ko'rasizlar va bundan oldingi podkastni ko'rib turib, bizlarni qanaqa gaplashyapmiz, men qanaqa olib boryapman, bitta solishtirib kommentariyada yozib ketasizlar. Izohlarda yozib ketasizlar. Bugun chidaysizlar, men to'g'rilayman sizlarni. Albatta. Bitta ruscha so'z, bitta sheva ishlatsanglar, chidaysizlar bugun. Biz xursand bo'lamiz. O'sha oxirgi nutqda ham e'tibor bergan bo'lsangiz, men aytdim, imkon darajasida tayyorlanmaslikka harakat qildim, chunki ustozlarni oxirgi feedbackini men olmoqchiman. Menga nisbatan bo'lgan tanqidligini. Yana o'sha anaqaga muyassar bo'ldik deydi. Xo'p, ustoz bo'lmasam, birinchi savolimizdan boshlaymiz. Bir qisqacha mavzularni tayyorlab qo'yganmiz siz uchun. Birinchi, sizni yoshligingizga qaraydigan bo'lsak, hozir jamiyatda yosh bo'lib turib o'rnini topish oldingidek qiyinchilik tug'dirmayapti. Qaysi ma'noda? Chunki juda ko'pchilik hozir zamonaviy kasblarga qiziqadi. Ota-onalar bu narsaga to'g'ri qarayapti. Xo'p, savolim, necha yoshdan siz mas'uliyat olishni boshlagansiz?
mas'uliyat qaysi ma'noda mas'uliyat? Misol uchun insonda bola paytidan mas'uliyat paydo bo'ladi. Misol uchun o'sha 2-3 sinfdan yaxshi o'qishga bo'lgan mas'uliyat, o'zini har tomonlama ko'rsatish, 2 olib kelmaslikka mas'uliyat, doim 5 olishga mas'uliyat. Har bir yoshning o'ziga yarasha mas'uliyati bor-da. Meni eng katta olgan mas'uliyatim bolaligimda avvalo yaxshi o'qishga intilish degan bir mas'uliyat. Iloji boricha 2 olmaslik, iloji boricha a'lochi bo'lishga intilish, shu ota-onamga rahmat eshittirish, shu mani qiynagan, mani 2 karra mas'uliyatga qo'yadigan bir holat bo'lganki, men o'zim o'qigan maktabda onam ham o'qituvchi bo'lganlar. Endi bu menga 2 karra mas'uliyat. Juda qiyin bo'lsa kerak. Onam o'qituvchilar va o'qituvchini bolasi yaxshi o'qish kerak degan bir mas'uliyatli bir nimani signalni men tushunganman. Shuning uchun shu ham menga qaysidir ma'noda katta bir mas'uliyat. Xohlaganingizcha to'polon ham qila olmaysizmi? To'polon qila olmaganmiz. Doim odobli bo'lib, qo'limizni mana shunday qo'yishga majbur bo'lganmiz. Garchi bu ruhiyatimizga unchalik to'g'ri kelmasa ham, chunki men ochig'ini aytaman, biroz to'polonchiroq bola bo'lganman. Jim yuradigan bola bo'lmaganman. Endi yosh o'tgan sari odam bosilar ekan, baribir lekin bolalikni sho'xliklari baribir bo'lgan, hammamizda bo'lgan endi bundan. Shunaqa. Hayotga bo'lgan mas'uliyatni qachondan bo'yningizga olgansiz? Ya'ni oila mas'uliyati. Uylanganimdan keyin. Har qanday inson uylanmagunicha baribir haqiqiy mas'uliyat nima ekanligini, oilani mas'uliyati, oilani og'irligi nima ekanligini his qilmaydi. Uylangandan keyin his qilishni boshlaydi. Chunki u alohida oila sifatida bir insonni mas'uliyatini, ya'ni o'sha ayolingizni mas'uliyatini yelkangizga olish nima ekanligini baribir men hozir 1000 marta gapirganim bilan uylanmagan odam tushunmaydi. Mana shunda tushunganman. Endi men rostdan katta inson bo'ldim. Katta bo'lib qoldik, uylandik. Endi har doimgi day yashay olmaymiz. Har doimgi o'sha qo'polroq qilib aytganda qiliqlarimizni qila olmaymiz. Endi to'g'ri o'ylab, to'g'ri yurib, to'g'ri xayol qilib, to'g'ri maqsad qo'yishni fursati yetib keldi degan bir tushunchani men haqiqiy uylanganimda his qilganman. Endi menimcha ko'pchilikda shunaqa bo'ladi. Ko'pchilikda, hammada emas. Bir xil uylangandan keyin ham men ko'rganman, qaytaga o'sha mas'uliyatsizligi oshib ketganligini ham ko'rganman. Endi ularning ham asl hayot kelajakda nima bo'lishini o'zingiz tasavvur qilib ko'ring shunaqa. To'g'ri aytasiz. Endi mana siz uylanganingizda ota-onangiz hayot bo'lganlar-da, tushunishim bo'yicha. Hozir ham hayotlar. Yo'q, men aytmoqchiman, nimaga bunaqa savol beraman? Chunki bu narsa meni o'zim ham boshimdan o'tgan. Men hali uylanmaganman, lekin asli mehnatni 13 yoshdan boshlagan bo'lsak ham, haqiqiy mas'uliyatni men otam o'tganlardan keyin oldim-da. Yosh bosh farzand bo'lganim uchun otam o'tganlardan keyin haqqoniy mas'uliyatni, oiladagi mas'uliyatni yelkamda ko'tarib yuribman. Bu narsaga qanaqa qaraysiz? Haqiqatmi bu yoki hali ham baribir men ham uylangandan keyin o'zgarishim mumkinmi? Siz ya'ni menga o'xshagan yoshlar deylik. Siz ancha oldin olgan ekansiz bu mas'uliyatni. Siz uylanganingizdan keyin ham bunaqa mas'uliyatni his qilmaysiz, chunki siz mas'uliyatini eng kattasini olib bo'lgansiz. Bilasizmi? Ota bu katta tog', katta suyanch. Bunday gaplarni ko'p eshitganmiz, bilasizmi? Otani hayotingizda borligi sizga yordam bersa bermasa ota. Shunaqa ekan. Tushunayapsiz? Yordam bersa bermasa, moddiyatan, ma'naviyatan, ruhan yordam bersa bermasa, otani shu hayotda shunchaki borligi bu sizning qanotingiz bo'ladi. Men balandparvoz gap gapirayotganim yo'q. Sizga bu ishonch beradi, sizga motivatsiya beradi, katta maqsadlarni qo'yishingizga bir turtki beradi, chunki otamga men ko'rsatishim kerak. Riskdan qo'rqmaysiz. Qo'rqmaysiz. Tavakkal qilishdan qo'rqmaysiz. Otangizga nimalarga qodirligingizni ko'rsatishga urinasiz. Tasavvur qiling, otangiz bo'lmasa bu hayotda, onangiz bo'lmasa, men doim bir aytadigan gapim bor. Bir muvaffaqiyatga erishsang, birinchi bo'lib yugurib borib kimga aytasan? Ota-onaga aytasiz. Xolangizga, ammangizga yo bir o'rtog'ingizga aytmaysiz. Birinchi ota-onangizdan suyunch olasiz. Ozgina birinchi topgan so'mlaringizni, birinchi topgan millionlaringizni kimga maqtangiz keladi va kimga birinchi nimadir olib bergingiz keladi? Otaga. O'shaning uchun men doim aytadigan gap, ota-onangiz bugun bormi, tezroq nimadirga erishish harakatini qiling, ertaga tatimaydi. Ertaga umuman tatimaydi. Bugun tirik ekanlar, ularni oldida muvaffaqiyatli inson bir portretini o'zida chiza olishingiz kerak. Shuning uchun hozir men sizga bir ozgina achinadigan onaxon tirikmilar? Tiriklar. Hayotli umrlar uzoq bo'lsin. Baribir otani o'rni boshqacha. Shunaqa. O'shaning uchun ozgina men sizdan o'sha nima desa bo'ladi. Shu tomoningizga hozir achinyapman.
Ha, Chunki otangiz o'tib ketganlarda. shunaqa. Mana bugun shu yoshda siz katta muvaffaqiyatlarga erishayotgan yoshlar sifatida men sizni ko'rishim mumkin, chunki 1,5 oy davomida men sizni ko'rdim, intilishingizni, maqsadlaringizni ko'rdim. Bu muvaffaqiyatni ota ko'rish kerak edi-da. To'g'ri, to'g'ri. Bu yutuqlarni ota ko'rish kerak edi. Ota faxrlanish kerak edi. Va sizni ishoning, bu harakatlaringiz, bu muvaffaqiyatlaringiz otangiz hayot bo'lganlarida 2-3 karra yanada ko'proq bo'lishi mumkin edi. O'shaning uchun otani o'rni Motivatsiya ham boshqacha bo'ladi. Albatta, onani o'rni boshqacha hayotda. Endi menda bunaqa holat yo'q. Allohga shukr, ota-onam hayotlar, umrlari uzoq bo'lsin. Lekin men ko'rganman, ota-onasi katta bo'lgan insonlarni juda ko'pi to'g'ri yo'lda yurib, mas'uliyatni yelkasiga olib muvaffaqiyatga erishgan, lekin juda ko'pini bilaman, buzilib ketgan, to'g'ri yo'ldan chiqib ketgan. Ayniqsa qizlar. Bu boshqa masalalarda otani tarbiyasini ko'rgan qiz bilan otani tarbiyasini, men ona demayapman, e'tibor beringlar. Otani tarbiyasini ko'rgan qiz bilan ko'rmagan qizni biroz albatta tarbiyasida nuqson bo'lishi mumkin. Hammasi demayman, bizni ko'rayotganlarga tegib ketmasin, hammasi demayman, lekin bugun ko'pchilik mana shu tarbiyasida, axloqida nuqsoni bo'lganlarni bundoq qarasangiz, otasi bilan onasi ajrashgan bo'ladi, yo otasi yo'q bo'ladi, asosan ajrashgan bo'ladi. Shuning uchun otani tarbiyasi ayniqsa qiz bolani hayotida katta rol o'ynaydi deb bilaman. To'g'ri aytyapsiz. To'lagan aka, siz birinchi deylik hayot bo'yicha hayotiy mas'uliyatni qachon olgansiz bo'yningizga? Men onam rahmatli bilan yoshligimda mana onam bilan yo'lib, otam bor. Endi hammada o'zi bir tomonlama nima deydi ana? Bir kam dunyo. Ona bo'ladi deganda o'sha ozgina shu opam bilan o'sha paytda yoshlikdan bozorga birga chiqardi, birga tirikchilik qilardi. Adam o'sha paytlarda ko'p chet safarlarda bo'lardilar, o'sha taksi haydardilar. U payt Moskvalarga yurish bemalol bo'lardi. O'sha holatlarda ko'p safarlarda bo'lgan paytlarida bizni o'sha opam bilan birga bozorga chiqib, meni birinchi ustozim onam bilan deb o'ylayman. Mana shu biznesda ham to'g'ri yo'l topishimga. Necha yoshingizda chiqqansiz bozorga? 6 yoshimdan chiqqanman bozorga. 6 yoshimda mana shu xolamning o'g'li bor edi, Rustam aka. O'shandan gul olardi biza. Shu o'ris mozorlarga borib gul sotardi. O'sha singan gullarni tagiga anaqasini tanasini ulab turib buketlar qilib olib chiqib Chilonzorlarda sotilardi. O'sha har xil holatlarda mana hozir gulli sezoni bahorda bo'lsa, qishda tuzlamalar sotilardi, ko'katlar, rediskalar sotilardi. Yaxshi o'sha bozorda qaysi sezon bo'lsa, qaysi paytda anaqasi bo'lsa, o'shanga chiqib savdo qilinardi. Yozda asosan tarvuz qovun sotilardi. Mana moslashuvchan biznes bo'lgan ekan. Moslashuvchan bo'lgan, orada o'sha nonvoychilik qilib, o'sha non sotgan paytlarimiz ham bo'lgan. Onam menga ancha narsani o'rgatib ketganlar. O'sha minusga kirgan paytlarimiz, plyusga chiqqan paytlarimiz, biznesda qanaqa bo'lganda, qaysi paytda chiqib ketish kerak, qanaqa holatda bo'lish kerak. Lekin men shu muvaffaqiyatga erishganimda onam rahmatli o'tib ketdilar. Bu kunlarni ko'rmadilar. Xolalarim haligacha aytadi, onang ko'rsa bo'lardi shu narsalarni. Onang ancha mehnat qilardi. Chunki yaxshi insonlarni ko'rsalar, boy bo'lgur, o'g'limga ozgina yo'l yo'riq o'rgating. Sal bo'lsa ham uni ko'rsating, sizga o'xshab yursin deb hammaga niyat qilib faqat meni gapiraverardilar. Shu bitta o'g'lim bor, shuni muvaffaqiyatini ko'rishim kerak, shu institutga kirish kerak. Shu institutga kirganimda ko'rdilar, o'sha payt endi kasallik yana avjiga olgan edi, birinchi kursligimda. Keyin o'sha qishi 22-dekabr kuni olamdan o'tganlar, 2008-yil. Shundan keyin meni ishlarim yanada yaxshi bo'lib ketdi, yanada rivojlanib. Otam ko'ryaptilar, hayajon bo'lyapti, lekin baribir ozgina haqiqatdan bor. Ozgina hayajon bo'lyapti. Hech bunaqa podkastda bunaqa holatga tushmagan. Otam hozir ko'rib turibdilar. Mahallaga shuna tushib borsam, o'zi bilishadi. Umr opam ancha mehnat singan. Sizlarda o'sha Matlub opa ham ishlayaptilar. Ular ham ana kuni ko'rib meni o'qishlarga kirgan, Umr opam ko'rsalar bo'lardi. Umr opam rahmatli ko'rsalar bo'lardi. Juda ko'pchilik gapirishadi. Endi nasib qilmagan ekan narigi dunyoda. Endi ularni eslab turish uchun har doim shu 2 rakat namozda yo'lmasa duolarimizni eslab turaman. Onam rahmatlini, joylari jannatda bo'lsin. Mas'uliyatni men juda yoshligimdan olganman. Haligacha aytganingizdek kimdir otasiga, kimdir onasiga borib maqtanadi. Men o'sha onamga ko'proq maqtanish xohlaganman. Keyin o'sha adamlar ko'p bizdan uzoqda bo'lganlari uchun unaqa holat bo'lmagan. Endi adam o'zlari ko'rib turib har doim duoda qiladi. Farzandlarga maqtan bo'lmaydi.
lekin adam har doim aytadilar, otangga o'xshab mehnatni yoshligingdan qillaring, tayyor narsaga unaqa ishlab, unaqa isrof qilmalaring deb ko'p gapiradilar otam. Men yo'g'imda, men borimda emas. Mana shu Ibrohimjon, bilasizmi, men oxirgi paytda bir narsa haqida juda ko'p o'ylayapman. Hozir mana To'lagan akani fikrlaridan ham kelib chiqib o'ylayapmanki, haqiqiy muvaffaqiyatli inson komfort sharoitida o'smaydi. Shunaqa. Komfort sharoit muvaffaqiyatli, bu hayotni kir-chikirlariga, bu hayotning qiyinchiliklariga chidamli insonni tarbiyalab bera olmaydi. Mana aytyapsiz 6 yoshdan bozorda sotmagan narsam qolmagan, mavsumiy ishlarda biznes qilganman va moslashuvchan biznes qilganman, uni sotganman. Bu hayot uchun kurashni siz demak 6 yoshingizdan, bu juda ham ertada. Bu juda ham erta va siz, men tasavvur qilyapman, 20 yoshingizda hayotning har qanday qiyinchiligiga tayyor inson bo'lgansizda, bugun ko'plab sharoit zo'r bo'lib ketdi. Bugun yashash zo'r. Aytib beradi, yashab bersang bo'ldi deydi-ku. Yashab bersang bo'ldi bo'lgan bolalar paydo bo'lyapti. Men qo'rqaman shularni juda ko'pidan. Nima deganda, "Voy bolajonim, men buni yegin. Voy bolajonim, men buni ichgin. Voy men buni kiygin. Voy xohlagan narsangni." Voy ana bola tambal bo'lib qoladi. Uncha narsaga hayratlanmaydigan bo'lib qoladi. Uncha narsa uni nafsini qondirmaydigan bo'lib qoladi-da, hayotni qiyinchiliklarga chidamsiz bir inson bo'lib qoladi. Bolani sal qiynash kerak. Bolani mayli siz to'qsiz, boysiz, xohlagan davlatingizga olib borib aylantirib kela olasiz, xohlagan narsasini olib bera olasiz, lekin sal qisish kerak. Moddiyatan qisish kerak. Misol uchun bir do'konga kirdingiz, farzandingiz bilan mana buni olib bering dada deydi-da. Endi bolada aytadi, o'sha payt pulingiz bor. Aytishingiz kerakki, bolam, hozir shu pulim yo'q edi. Ayniqsa qiz bola bo'lsa. Qiz bola bo'lsa. Chunki bir pulim maoshim tushsa, men bir 3 kundan keyin olib beraman senga. Yo bir haftadan keyin olib beraman desa, bola shu joyda tushunadi. Bolada men chiroyli tushuntirish kerak. Nimaga ayniqsa qizlar deyapman, ertaga mana shu sabrga o'rgatadi-da bu narsa. 20 yosh nari berida uni erga berganingizdan keyin eriga mana bu ko'ylakni olib bering. Mana bu ko'ylakni olib bering. Mana buni olib bering, mayqa olib boring. Buni deyursa, eri Xudo biladi qanday sharoitdagi u bo'ladi. O'sha payt shoshmay tur, hozir imkoniyatim yo'q desa, u to'xtaydigan ayol bo'ladi. Erkak bo'ladigan bo'lsa, chidamli erkak bo'ladi. Hamma narsaga shunchaki erishish mumkin emas. Hayotda bunday qoida yo'qligini tushunib katta bo'ladi-da. O'shaning uchun imkon qadar har qanday boy inson bo'lsangizda, farzandlaringizni sal mana shu moddiyatdan qisib, sal mehnatga o'rgatib, deb nima deydan, papalab katta qilmaslik kerak-da. O'ynanib ketay deb katta qilsangiz, katta qilishingiz mumkin, lekin ertaga albatta bu hayot oson emas. Hayot sizni chirpirak qilib tashlaydi. Hayot qiynab tashlaydi. Har qanday odamni qiynab tashlaydi. O'shaning uchun bunday qarang, juda ko'p muvaffaqiyatga erishgan insonlar noldan, kerak bo'lsa minusdan chiqayotganlar o'sha komfort bo'lmagan sharoitdan, qiyinchilikdan, azob uqubatdan iroda kuchi bilan chiqib kelgan insonlar bo'ladi. O'shaning uchun shunaqa Ibrohimjon, hozir bolalikka yaxshigina fikrlar bo'ldi. Yana bolalik emas, ota-ona tarbiyasi mavzusiga kirmoqchiman. Mana e'tiborsiz bolada hozirgi kunda men o'ylayman, mehrdan muammo yo'q. Ota-ona tarafdan mehrdan muammo bo'lmayapti. Lekin juda ko'p yoshlar hozirgi kunda qahramonni oilasidan emas, ko'chadan va ijtimoiy tarmoqlardan qidiryapti. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Asli yoshligimizda, misol uchun, men aqlimni tanigandan beri otamdan haqiqatan kaltayib katta bo'lganman-da. Lekin hozirgacha meni qahramonim otam deb hisoblayman, haligacha. Ko'p narsa, misol uchun, yo'q bo'lsa ham o'rganaman o'lida. Lekin hozir teskarisi, ota-onalar haqiqatan ko'p imkoniyat qilib beryapti. Nima so'rasa qilib beryapti. Lekin qahramonni ko'chadan qidirishyapti. Yoshlarning topib olgan bitta gapi shu. Meni tushunmaysizlar. Meni hech kim tushunmaydi. Endi bu tarbiyaga bog'liq deb o'ylayman. To'ppa-to'g'ri qahramoning kim desa, Ronaldo deydi, Messi deydi, Conor deydi, Habib deydi. Endi o'sha ularni sportdagi professionalligi, jangovar kuchi shunga olib borib taqaydi-da. Lekin siz ota o'laroq, ona o'laroq tarbiyani to'g'ri berib, tushuntirib boradigan bo'lsangiz, bu nima deydi, fanatizmdan bolani asraydigan bo'lsangiz va fanatizmni ham to'g'ri tushuntirib bera oladigan bo'lsangiz, albatta ertaga u qahramonim ota deydi. Qachon qahramonim ota demaydi, bilasizmi? Ota mehr bermasa bolasiga, doim bir ichib chakib yuradigan bo'lsa, doim ko'chada dumalab yuradigan bo'lsa,
doim O'zi namuna bo'lib bera o'zi olmasa. namuna bo'lib bera olmasa, shunaqa bir illatlarni doim farzandiga ko'rsatadigan bo'lsa, ota haqqi u qanaqa qilib unaqa insonni biz qahramon deb olishimiz mumkin, namuna deb olishimiz mumkin. Albatta, bilasizmi, har qanday farzand otasini eng avvalo kuchli bo'lishini xohlaydi. Jisman bola paytida kuchli bo'lishini xohlaydi. Sal yosh katta bo'lgandan keyin otasini aqlli bo'lishini, otasi hammadan bilimli, meni otam hammadan zo'r, hammadan kuchli, hammadan boy, mana shu narsalarni xohlaydi-da, shuni ko'rsata berish kerak. Shunga harakat bo'lish kerak. Eng avvalo tarbiyada bo'lish kerak. Hali biz juda bir katta davonlarni bu yo'lda bosib o'tmadik. Nechog'lik haqqimiz bor bu borada gapirishga yoki gapirmaslikka. Tushunganlarimiz shu. Ya'ni tarbiyaga baribir bog'liq. Tarbiyaga baribir bog'liq. Ozmi ko'pmi o'zingiz munosib bo'la olsangiz, aytayotgan gapingizga. Men doim aytaman, bolam ichma deyish mumkin. Bolam spirtli ichimlik ichma, bolam mana bu o'yinni o'ynama deb o'zingiz shu ishlarni qilib tursangiz. Yo'qmi, misol uchun 5-6 yosh bolalari bor. Bugun yigitlar, do'stlarimiz ham kontrol o'ynab o'tiradi. Internet o'yinlari o'ynab o'tiradi, telefon ko'lab o'tiradi. Shunaqa. O'shaning uchun o'zi eng avvalo bunga munosib bo'lish kerak va undan keyin men notiqlik darsda ham aytaman, u ham nutqda tarbiyada. Shu narsani qilma desa gap yo'qadi. Bo'lmasam yo'qmaydi u gap. Ichma yoki u kontrol o'ynama yoki Instagram ko'lama yoki kitob o'qi. O'zida bor narsani gapirsa. O'zing kitob o'qida, keyin kitob o'qima, o'qi degan. O'zing Instagram kovlamada, keyin Instagram kovlama degan. Ana shundagina uning gapi bolaga yuqadi, u ertaga qahramon bo'ladi albatta. Shuna. To'lagan aka, hozir 3 ta farzandingiz bor. Farzandlaringizni qahramoni bo'lish uchun nima qilyapsiz? Xo'p, men birinchi o'rinda Navbatda. birinchi navbatda luqmasiga yaxshi qarash kerak ekan farzandlarni baribir. Ozgina qiyinchilik berish kerak ekan. Aytganlaridek, bitta o'g'li keyin mana shu yaxshi joyda o'qita qolib, u yoqqa yubora qolib, bu yoqqa yubora qolib deb o'zim ichmayman. So'ng chakmayman. Telefonda ko'p o'tirmayman. So'ng ortiqcha narsalar bilan shug'ullanmayman. Futbol ko'rish kerak bo'lsa birga ko'raman. Gaplashish kerak bo'lsa gaplashaman. Lekin baribir bolani shu 14 yoshdan 16 yosh paytida tamballigi tutar ekanda. Iloji bo'lsa ularni shu qornini ochiq qoldirib, ozgina bo'lsa ham shu qiyinchilikni o'rgatish kerak ekanda. Bizda o'sha adam ko'proq oldin katta dalamiz bo'lardi. Shu jiyanlarim o'sha yerda yer choptirardilar, o'sha yerga olib borib tosh yig'dirardilar, ekin ektirardilar, kerak bo'lsa go'ng quydirardilar-da. Jiyanlarim ancha tarbiyali bo'lib chiqqanda. Shu o'g'lim kelganda shu dalalarimiz yo'q bo'lib qoldi-da. Shu dala ham kerak ekanda. Luqmasiga yaxshi qarash kerak ekan. Farzandga imkoniyat berib ko'rish kerak. Iloji boricha yaxshi oshna-og'aylarni tekshirish kerak. Har doim telefonlarni doimiy tekshirib turish kerak. Qachon soatlarni iloji bo'lsa nazoratda ushlash kerak. Kech qolyaptimi? Qattasan. Uyga tez. Men mana joydaman. Bo'ldi, ko'rsat shu joyini, kim bilansan? Shu holatlarga qarash kerak. Agar yonida o'rtoqlar yaxshi bo'lsa, soatlarni to'g'ri rejimga qo'yilsa, kontrol, o'sha nazoratga olinsa, menimcha farzand yomon yo'lga kirib ketish qiyinroq bo'ladi. To'g'ri, hozir shu kontrol o'ynagisi keladi, o'g'aylarga o'xshab kompyuterda bularni set qilib olib, nimadirlarni PUBG deydimi, o'shalarni o'ynagisi keladi. Lekin o'sha 10 dan keyin bo'ldi, telefonni berib yo'qotsa, bir kun, 2 kun nazorat qilinsa, xudo xolasa u narsadan ham voz kechadi. Hozirgi yoshlar juda ko'pchiligi, menimcha bir hozir 95% ni desak ham bo'ladi. Har birining qo'lida telefonlari bor, yoki Android yoki iOS, ya'ni iPhone, va hammasi Reels yoki shunga o'xshash ijtimoiy tarmoqlarga juda qattiq berilib ketgan. Buni oqibatida kelajakda ular bemaqsad bo'lib qolishi mumkinmi? Albatta. Buni oldini olish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Yer yuzini 130 dan ortiq mamlakati maktablarda telefondan foydalanishga turli shakllarda cheklovlar qo'ydi. Nimaga? Telefon bolani diqqatini buzar ekan. Diqqatini buzadi. Bilim esa diqqat bor joyda paydo bo'lar ekan. Ya'ni siz darsda o'tiribsiz, o'qituvchi gapiryapti, bitta kelgan qanaqadir bildirishnoma, qanaqadir Reels, qanaqadir SMS, qanaqadir qo'ng'iroq sizni diqqatingizni chalg'itib tashlaydi. Bo'ldi. 1000 marta gapirsa ham, 1000 marta zo'r gapirsa ham o'qituvchi gapi sizga zerikarli tuyulishni boshlaydi.
o'qituvchi yoqimsiz tuyulishni boshlaydi. O'qituvchini tanbehi sizga go'yoki bir dahshatli holatda tuyulishni boshlaydi. Meni ko'ra olmayapti, men o'qituvchi yomon degan fikrga borishni boshlaydi. Shuning uchun dunyoning eng rivojlangan mamlakatlari, o'sha Fransiya deymizmi, Niderlandiya deymizmi, 130 dan ortiq mamlakatlar turli shakllarda cheklovlar qo'ymoqda telefonga. Menimcha bu narsani o'zimizda ham amalga oshirishimiz kerak. Haqiqatan ertaga kelajakni nima quradi? Ilm quradi. Bilim quradi. Tafakkur quradi. Tafakkur qayerda bo'ladi? Diqqat bor joyda bo'ladi. Diqqati parchalanib yotgan, diqqati har joyda yotgan bolani miyasiga 1000 marta kitob o'qisa ham, xayoli har joydami, ilm kirmaydi. O'shaning uchun bugun ijtimoiy tarmoqlar, o'sha Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, internet o'yinlari bolalarimizni dahshatli tarzda buni ko'rib ko'rmaganlikka olayotganday tuyuladi menga ba'zida, bilib bilmaganlikka olayotganday tuyuladi. Bu juda ham dahshat. Yaxshi ham biz o'tib olganmiz mana shu joylarda. Yaxshi ham biz, men misol uchun 2021-yillarda men Instagram ochganman. Bo'lsa 4 yil, 5 yil bo'ldi. Ungacha men na Instagramga kirganman, na Facebookga kirganman, na YouTube'ga kirganman. Kirmaganman. Telegram bo'lardi, ishxonamizga kerak bo'lardi. Endi Telegramda faqat shu yozishmalar, hujjatlar, bu guruhlarda bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q edi. Endi tasavvur qiling, 2020-yil men ancha katta yoshdagi odam edim. Men bolalikdan ancha o'tib ketgan yoshda edim. Ya'ni u nima deydi, illatlardan, bizni chiritadigan g'oyalardan o'tib ketgandim ancha. Endi bugungi yoshlarchi, esimni tanigandan qo'lida telefon, qo'lida sensorli telefon, iPhone deymizmi, Android deymizmi, farqi yo'q. O'shaning uchun bugungi yoshlarga men achinaman. Yagona yo'l bermanglar telefon. Hurmatli ota-onalar, bermanglar, mutlaqo bermanglar. 18 yoshgacha yonib ketsa ham telefon bermanglar. Mana shu telefonni dastidan bugun o'sha diqqat masalasi, ilm masalasi, tafakkur masalasi dabdala bo'lyapti. Sal katta bo'lgandan keyin o'sha axloq masalasi, odob masalasi, qadriyat masalasi, to'g'ri, endi buni hamma har xil foydalanadi deydi. Esi bor odam to'g'ri foydalanadi. Bu narsani tushungan men bolalarni, maktab o'quvchilarini 1% ham to'g'ri foydalanmaydi deb o'ylayman mana shu telefondan. Baribir qul bo'ladi shu narsaga. O'shaning uchun 18 yoshgacha voyaga yetguncha mutlaqo telefon bermaslik eng to'g'ri yo'l. O'zbekistonda ham tezroq qonunchilik asosida qonunan buni taqiqlash kerak. Qonunan maktabda mutlaqo mumkin bo'lmasligi kerak. Va hurmatli ota-onalar, iltimos qilgan bo'lardim, uyda ham mutlaqo ertaga bolam kimdir bo'lsin desangiz, nimadirga erishsin desangiz, mana shu o'lgur telefonni qo'ldan qo'yish kerak. Har qanday sharoitda olib qo'yish kerak. Mayli olib bering, qanaqadir bir qayerda yuribdi, nima qilib yuribdi, oddiy tugmachali telefon olib bering. Shuni o'zi yetadi. Men o'zimning qarindoshlarim ichida ham ko'p buni hozir abituriyent deyishyapti, boshqa deyapti, lekin men bilan ular telefonda o'tiradi. Kechasi bilan telefonda o'tiradi. Ko'rasiz, Instagram yoniq turadi, boshqa yoniq turadi. Ular o'qimayapti. Biz qanaqa o'qirdik? O'qiydi. To'g'ri aka, biz qanaqa o'qirdik? Kechalari bilan tong otguncha kitob o'qirdik. Hozir telefon biznikimi, biz telefonnikimizmi? Shunga o'ylanib qolyapmiz-da. Ko'proq biz telefonnikimiz. U bizni tortib olib qo'yaveradi. Biz buni bundoq qo'yib bundan uzoq tura olmayapmiz. U baribir bizni olib qo'yyapti-da. Bola paytimiz unaqa narsa yo'q edi. Birinchidan mutlaqo telefon yo'q edi. Hozir qo'limizda kitob bor payti shu nimadir ongimizda, bitta ko'ring, nimadir esimiz keldimikin, bitta reels ko'ring, ana Bobur Mansurov nima qo'ydi ekan, Mittimi nima qo'ydi ekan, bitta ko'rib ol degan o'yi o'zi bo'lmagan, faqat bor e'tibor kitobda bo'lgan. Mana nima uchun telefonni dahshatli tomonlarini men doim kontentlarimda ham aytaman. Bolangizga kelajak bermoqchi bo'lsangiz telefonni olib qo'ying. Telefonni olib qo'ying. U ertaga katta bo'lgandan keyin ishlataveradi, ishlatsa. Yoshligimizda haqiqatda xatlar yozilardi bir-birimizga. Xat, husni xatli, xatolarimiz bormi yo'qmi, o'sha o'rtoqlarimiz men bitta ani qoldiribsan, men bitta uni qoldiribsan desa, uyalgandan keyin safar to'g'rilab yozishga harakat qilinardi. Sevsangiz ham xat yozardingiz-da. Esdalik tutilardi, boshqa qilinardi. Lekin men ko'pincha bash yoshlar zo'r vaziyatdan chiqib ketadi. Shunaqa ilovalar chiqib ketdi. Kitoblar PDF variantida. Men shunda o'qiyapman. Yo'qsa tinglaydigan o'sha ilova bor ekan. O'tda men uni tushuntiryapman yoshlarga. Men ko'pincha o'zimni yaxshi jiyanlarimda ko'raman, mana shuni eshitamiz deb, mana shuni ko'raman.
to'g'ri bu yerda faqat bilimingni ol. Mana shu o'qishga borgunimcha shunaqa edi. Men ham faqat o'sha ilmimni, o'sha biznesimni oshirish uchun foydalanardim shu kitoblardan. Yo'lda eshitib ketardim, vaqtim bekor ketmasin deb, qaysidir qismini olardim, ishlatib ko'rardim. Qaysidir joyda foyda beradi. Lekin bizga o'sha Abdulaziz aka kelib dars berganda o'sha bir kun o'tib berganlardan keyin men shuni bildimki, telefondan olinadigan informatsiyalar kitobdagi bo'lmaydi. Chunki kitobda почти hammasi kiradi. Telefonda 70%, 80% почти orqaga yo'q bo'lib ketadi. 20% olishimiz mumkin. Ba'zi shunda ham vaqt uvollik ketadi, lekin yoshlarning quroli shu. Mana anaqada o'qiymiz, PDFda o'qiymiz, boshqa o'qiymiz deydi. Shunda ham endi mayli shu har holda shuni o'qiyotgan ekan deb to'sib qo'ymaslikka harakat qilamiz, lekin shuni ko'pincha yoshlarimiz bahona qilyapti. Iloji bo'lsa kitob o'qishga harakat qiling. 100 yildan keyin ham qog'oz holatida kitob o'qish trendda bo'lish kerak edi. Aslida shunaqa. Mana darslarda ham aytdik-ku, O'zbekiston kitob o'qish bo'yicha 1%. 1%. Mana kimdirga savol berdim-da, yaqinda bir radioda jonli efirda suhbat bo'ldi. Men savol beryapman boshlovchilarga, necha foiz deb o'ylaysiz O'zbekiston aholisi necha foiz kitob o'qiydi desam, 25-30%, bittasi 40% ham dedi. 1% desam, 1% ham yaqinda bo'ldi, 0.7 edi o'zi. 1% yo'q deyapti. O'qimaymiz biz kitob. Rivojlangan mamlakatlar o'sha Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya, Fransiya, mana odamlar Xitoy, bular 50, 60, 70, 80 nimaga rivojlanyapti mana sabab. Biz bugun kitobga mehrni uyg'ota olmas ekanmiz bolalarimizda. Hech narsaga erishmaymiz. Kitobga mehrni o'zimiz o'qib nima qilamiz? Uyg'otamiz. O'zimiz o'qib uyg'otamiz. Shunchaki o'qi deganingiz bilan o'qimaydi. Bitta vaziyat borda, no gap boru. Inson qancha kam narsa bilsa, shuncha o'zini hamma narsa bilaman deb o'ylaydi. Qancha ko'p narsa bilgan sari u bilmayman deb o'ylar ekan. O'sha narsada bo'layman, chunki haqiqatan rivojlangan davlatlar shaxtam qadam bilan rivojlanib ketyapti-da. To'g'ridan to'g'ri qarab tushunyapti, haligacha shu o'rgangan narsasi kam. Lekin bizda juda ko'pchilik kam narsani bilib turib, ko'p narsa bilaman deb o'ylayapti, ilmsizlik qilyapti deb o'ylayman. Ilmsizlik, kitobning foydasini bugun chin dildan bir tushuna oladigan bir jamiyat yarata olmayapmiz-da hali ham. Kitobni nima ekanligini tushunadigan jamiyatda yashamayapmiz hali. Kitob bir zerikarli bir unsurday tuyuladigan bir holatdamiz hozir. To'g'risi hozir men kitob haqida gapirishga o'zim ham bir ruhan sal ezilyapman, ma'nan sal ezilyapman, chunki o'zim ham oxirgi payt bir qoyillatib kitob o'qiyotganim yo'q. Bu borada o'zimning ham kamchiligim bor. O'shaning uchun hurmatli ota-onalar, o'zingiz o'rnak bo'lasiz, keyin bolangiz kitob o'qiydi. Boshqa yo'li yo'q. Hatto mana chet ellarda ko'ryapsiz, kitob ochib turilibdi, telefon ko'rib o'tiribdi ota-onasi, lekin bolasi ko'rganda kitob o'qiyapti deb, mayli, telefon ko'rib o'tiribdi, lekin shu o'rnak bo'lyapti-da, aldasa ham. Nimaga? Bekorga emas u narsa. Shuni men bolamga ko'rsatsam, bolam o'qiydi degan narsa bor-da, shunaqa. Menda o'zim tajribamdan kelib chiqib narsani aytaman, shu kursga kelishdan oldin 24 yoshdaman. Hali biror marta bitta kitobni o'qib bitirmagandim-da. Bu narsa bilan maqtanmayman, to'g'risi. Kurs davomida o'sha men kitobini o'qidik, bitirdim hammasini oxirigacha, haqiqatan shunga ahd qilib bitirdim. Shu kurs tugagunicha kitob o'qish menga hobbiga aylandi. Shunaqa vaziyat bo'ldi. Yo'q, hozir o'sha bittani tugatdim, endi ikkinchisini yarmiga keldim hozir. Adabiyotda ozgina zerikarlikda tuyuldi, marketingga o'tdim hozir. O'zim sohamga ko'proq bilim olish uchun yarmiga keldim. O'zimda bitta narsani sezdim. Oldin hayollarim ko'pincha tarqoq bo'lardi. Chunki ishimiz Instagram, ijtimoiy tarmoq bilan bo'sh qoldikmi, Reels ko'ramiz, ideyalar olamiz. Aynan mana shu kitobga fokus berish boshlagandan keyin bo'sh qoldimmi kitob o'qiyman. Kechasi yotishdan oldin kino yoki Reels emas, kitob o'qib yotadigan bo'ldim. Va bitta narsani sezdim, hayollarim fokus bitta joyga jamlanishni boshladi. Birinchidan, ikkinchidan bitta ishni oxirigacha yetkazib qo'yish degan anaqa shakllandi menda. Odat shakllandi. Bu narsa haqiqatan men bu darajada o'zgarish bo'ladi deb o'ylayman. Hozir bo'sh qoldim, Reels zerikib ketyapman Reelsdan, lekin kitob menga qiziqarli deb tuyulyapti. Kitobning ta'mini sezish boshladingiz-da. Shunaqa shu kurs orqali. Siz to'laganki o'zi kursdan oldin ham ancha kitoblar o'qigandingiz, kurs paytida ham o'qidingiz. Qanaqa o'zgarish sezdingiz shu kitob o'qishni boshlaganingizdan keyin?
yaxshi tush ko'radigan bo'ldim. To'g'risi, o'sha olamga kiradigan bo'ldim. Nima? To'g'risi, savdogarlik ustozini o'qiganimda o'sha holatga tushib, Abdulloh ibn Muborak. xuddi shu holatga men o'qiganimda shu haqiqatda shu odam borligi paydo bo'ldi. Keyin ancha bosuv bo'ldim. Oldin juda tez jahlim chiqardi, ishchilarni ham sababsiz urishib qo'yardim. Lekin ozgina bo'lsa ham o'ylayverardim, mana shuni oxirigacha eshitmadim-da degan holat. Lekin mana shu oxirgi 1 yilda ko'pchilik aytadi, juda bosuvlik bilan, juda o'ylab turib, javobi ham aniq, tiniq berilayotganini ko'rib turib, ancha o'zgarganligimni o'rtoqlarim ham, sinfdoshlarim ham, kursdoshlarim ham hamma aytadi. Uydagilar ham hattoki aytishadi. O'g'lim ancha boshqacha bo'lib qolding, vaqtli keladigan bo'lding, oilang bilan ancha vaqt ajratyapsan, bizga ham dars o'tish boshlading. Ayniqsa vokal darsi qachon bir ovqatlanib olish kerak degan holatli keldi. O'shanda rosa xursand bo'ldim. Ancha bir-birimizga mehrimiz oshdi-da. Ishxonada ham, o'zim ham ilmim ancha yuqoriga ko'tarildi. Har holda kimdir bilan gaplashayotganda o'sha odamga mosroq borib, gaplashib, bir xillarda oldin sirazi birinchi qo'l cho'zaverardim men. Shu holatli bo'lardi o'zimdan kattalarga. Nafsingizni tanigan deysizda. Shunaqa holatli bo'lardi. Keyin ovqatlarda ham juda katta zakas qo'yardim, tez qorong'ich paytlarda. Shu holatlarni ancha kamaytirganman. Hozir mana yosh avlodni ularni saqlab qolish haqida, telefondan voz kechish haqida gaplashyapmiz. Hozir bir narsa juda ham kuchli rivojlangan. Haqiqatdan men o'zim ham blog yurg'izaman, bu narsaga e'tibor berdim. Katta insonlar, oilali, oilasiz, jamiyatda asli o'rnini qo'yish kerak bo'lgan yoshdagi insonlar kirib hate yozadi. Buni o'zbekchasiga nima deyiladi? Tanqid emas-da. Hate bilan tanqidning farqi bor-ku. Juda ko'pchilik besabab hate yozadigan odat ko'paygan. Kommentda shunchaki asli videoni mohiyatini, siz olib chiqayotgan mavzuning mohiyatini bilmaydi, lekin kirsangiz u umuman bir-biriga to'g'ri kelmaydigan mavzuda hate yozgan bo'ladi. Ularni saqlab qolish imkoni bormi yoki ulardan o'zi foyda yo'qmi? Bu hasadda. Siz ham blog yurg'izasiz, sizda ham bormi? Albatta. Menda bo'lsin-da hammasi. Hater bitta kontentimga 5 minglab, 10 minglab odam izoh yozadi. Va uni nechidir foizi albatta to'ppa-to'g'ri gapni gapirgan shu joyda. Butun bir zamon, makon, millat, xalq bilib o'tiribdi u gapni to'g'riligini. Lekin o'shalar kirib, ijtimoiy tarmoq tilida negativ deydi. Fikr to'g'ri bo'lsa men qabul qilaman. Tanqid to'g'ri bo'lgan bo'lsa men qabul qilaman. Mana bu joyda sal oshirib mana bu odam to'g'ri yozyapti deysizda, vijdonan gapirasiz. To'g'ri. To'g'ri bo'lgan gapga ham negativ yozish, bir bo'lar bo'lmas gap yozishni men bitta so'z bilan baholayman. Bu hasad. Bu ko'rolmaslik. Bu achishish. Bu to'g'rilikni qabul qilmaslik. Bu qalbi kirlik. Bundan boshqa narsa emas. Bunaqa odamlar ko'p. Mana shuning uchun ham aytayapman-da, ilmsizlik bor bizda. To'g'ri gapni qabul qila olmaydi. Va men oxirgi paytda yaxshi bir immunitetga ega bo'ldim. Boshida izohlarni o'qisam jahlim chiqardi. Shunaqa odamlardan yozishib o'tirardim. Nima deyapsan sen? Sen jinnimisan? To'g'ri gapku bu. Qarasam foydasi yo'q. Bunday odamni to'g'ri tushuntirib bo'lmaydi. O'qimaslikka harakat qildim. Qidirib topsangiz topolmaysiz. Topolmaysiz. Yo'q odam endi u yosh boladir, boshqadir. Birinchidan o'qimaydigan bo'ldim izohlarni, o'qisam jahlim chiqadi. Keyin shunaqa bir immunitetga ega bo'ldimki, o'qisam ham jahlim chiqmaydigan bo'ldi. Mana immunitet 1 yil ichida shunaqa bir darajaga erishdimda, bo'lmasam ko'tara olmaysiz bu izohlarni. Ko'pchilik ko'tara olmaydi va ko'pchilik menga savol beradi. Islom aka deydi, ko'pchilik sizga negativ yozadi, siz qanaqa ko'tarasiz bularni deydi. Men ularni o'qimayman, sen o'qib o'tirasanmi deyman. O'qiyman, qanaqa ko'tarasiz? Men chiday olmasdim deydi. Arziydigan odam yozmayapti-ku menga bu narsani. Bir jamiyatda o'rni bor, bir narsaga erishgan odam menga negativ yozmayapti-ku. Qayerda qalang-qasangilarni e'tibor qaratadigan bo'lsam, u o'tib ketadi umrimiz. Men bir nimada ham kontentimda ham aytdim. Ana ota bola eshakda ketsa ham odamlar gapirdi, piyoda ketsa ham odamlar gapirdi, otasi eshakda ketsa ham gapirdi, bolasi eshakda ketsa ham gapirdi, oxiri eshakni ko'tarib olsa ham gapirdi-da. Har qanday holatda odam gapiradi. Odamning rozig'i bo'lmaydi. O'shaning uchun bu narsani teran tushunish kerak. Bugun blog yuritayotganlar bo'lib ham
xalqqa ijtimoiy fikr berayotganlar, to'g'ri yo'lni ko'rsatayotganlar. Ana ularga farqi yo'q. Buni vayner deymizmi, masxaravoz deymizmi, maynavozchilik qilayotganlar deymizmi? Ularni xalq ming to'g'ri tanqid qilsa ham, ular qabul qilmaydigan odamlarda ular. Shu darajada past odamlar, blogerlar, vaynerlar. Men ularni bilmayman. Tukki qimirlamasa kerak deb o'ylayman. Odamlarning fikri bilan, to'g'ri gapni yozayotgan fikr bilan ham qiziqmasa kerak deb o'ylayman-da. O'qimasa ham. Ular o'qiydi, o'qisa ham ularga qizig'i yo'q-da. O'zimni to'g'rilashim kerak. Men Eshmat Toshmat meni tanqid qilyapti. Men sal oshiravermayapmanmi, vaynlarimda sal maynavozchilik ko'payib ketmayaptimi? Sal jinnisan qiliqlar qilmayapmanmi? Mana buni yozyapti demaydi ham ular. Ishoning, demaydi ular. Ularga farqi yo'q. Ularga shu ko'rishlar soni ko'p bo'lsa, like ko'p bo'lsa, shuni orqasidan bir 8 odam ko'proq tanisa bo'ldi-da, pul qilsa bo'ldi. Bu ham noto'g'ri narsa o'zi aslida. Bu ham noto'g'ri narsa. Xalq bilan o'ynashib bo'lmaydi. Sani bor yoki yo'q qilayotgan bu xalq. Sani ko'tarayotgan yoki tushirayotgan bu xalq bo'ladi. Xalqni nazar pisand qilmaydigan bo'lsang, sen ne ko'ylarga solib tashlashini hali ko'p ko'rmadi-da buni nimasini. O'shaning uchun men doim aytaman, gapirayotgan gapingizga ehtiyot bo'ling ijtimoiy tarmoqda. O'ylab gapiring. Xalqni nafsoniyatiga tegmay gapiring. Xalq olovdir, xalq dengizdir, xalq kuchdir deb bejiz aytilmagan. E'tiborli bo'lish kerak. Bir gapingiz bilan xalq sizni shunaqa ko'klarga ko'tarib ham qo'yadi. Butun millat qahramoni ham bo'lasiz. Bir yomon gapingiz bilan, bir noto'g'ri fikringiz bilan, bir chulchutligingiz bilan, bir ahmoqligingiz bilan xalq sizni yerga ko'mib ham tashlaydi. O'shaning uchun xalq bilan hech qachon o'ynashib bo'lmaydi. Bugungi yosh yetishib kelayotgan o'sha vayner bo'laman, bloger bo'laman, ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritaman deyotgan ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, men ularga aytgan bo'lardimki, o'zingizni qizil chiziqlaringizni belgilab oling. Xalqni jig'iga tegmang. Xalqni qadriyatiga, xalqni nafsoniyatiga tegmang. Qadriyat deganda endi hammasi kirib ketdi buning ichiga. Xalqni qo'pol qilib aytganda xalq bilan o'ynashmang. Shunda ertaga ko'karasiz. Shunda ertaga shu faoliyatingiz bilan bir narsaga erishasiz. O'z bir faoliyatni boshlashdan oldin maqsad bo'lish kerak-da Instagramda. Men shu blog yurityapman, maqsadim nima degan savolni o'ziga berish kerak. Misol uchun mendan so'raydigan bo'lsanglar, men doim aytaman. Bir 4 ta odamning fikrini o'zgartirish. Hech bo'lmaganda. 4 ta odam, 4 ta yosh, 4 ta qaridir, 4 ta yoshdir, 4 ta qizdir, 4 ta o'g'ildir. Meni eshitib fikrimni to'g'ri yo'lga qaytsin. Bir narsani tushunsin, bir tafakkur qilsin. Men noto'g'ri qilayotgan ekanman, men mana bunaqa ekan desin. Meni maqsadim shu. Men ijtimoiy fikr beruvchi bir inson deb bilaman Instagramda. Ozmi ko'pmi rahmatlardan ilhomlanasiz, yoshlarni sizdan motivatsiya olyapmiz, sizdan bir maqsadlar qo'yishni o'rganyapmiz degan gapini eshitib albatta xursand bo'lasiz. Mana shunaqa bir maqsad bo'lish kerak edi, lekin bugun ko'pchilik yoshlar bilasizmi nima? Endi nom aytmayman, o'sha vaynerlar bor-ku. Shunaqa. Shu yo'ldan ketishni, maynavozchilik qilishni, masxaravozlik qilishni afzal ko'rishyapti. Bir narsani hech qachon unutmaslik kerak. Masxaravozlikdan, maynavozchilikdan xalq tez to'yadi. Va shu kecha kunduzda xalq to'yayapti. Yoqmayapti xalqqa. Men buni ham aytaman ko'p. O'y, baraka topkurlar. Yig'ishtirgan ham sho'rmaydi. Xalqqa endi yoqmayapsan. Xalqqa yoqding 2-3 yil, men kontentlaringni yedirding. Xalqda bu narsa yo'q edi, xalq uchun yangilik edi. Xalq to'ydi bugun sendan. Bugun o'zingni yig'ishtirding, ertaga bo'lmasam bu yo'ling seni go'zal bir kelajakka emas, oxiri yo'q bir sarobga olib boradi deb ko'p gapiramiz. Ko'pchilik xulosa qilyapti, ko'pchilik o'sha ibratli kontentlar olishga harakat qilyapti. Ko'pchilik endi aynan meni fikrim bilan o'zgarib qoldi deya olmaymiz. Lekin shu narsani tushunyapti-da. O'shaning uchun to'g'ri bo'lib, jamiyatga nimadir foyda keltirib, misol uchun men aytaman, bugun jamiyatga masxarabozlar kerak emas-da. Xalq saviyasi oshyapti. Jamiyatga masxarabozlar kerak emas. Maynavozchilik qiladiganlar kerak emas. Jamiyatga vaynerlar kerak emas bugun. Bugun jamiyatga kuldiradiganlar kerak emas. Jamiyatga bugun yig'latib haqiqatni aytadiganlar kerak. Ilm beradiganlar kerak. Yig'latib kerak bo'lsa, haqiqatni to'g'ridan to'g'ri aytadiganlar kerak. Ilm beradiganlar kerak. Xalqni ko'zini ochadiganlar kerak. Xalqqa to'g'ri yo'lni ko'rsatadiganlar kerak. Va bu borada Instagram, ijtimoiy tarmoq katta kuch. Hatto televiziyadan ham katta kuchga aylanib ketyapti bugun. Buni tan olishimiz kerak. Shunday ekan, maydonda bugun men xursand bo'laman. Do'stlarimiz ko'payyapti. Mana shu maydon bo'sh qolmayotgandan o'sha to'g'rilikni, egrilik bilan to'g'rilikni farqini tushuntirib berayotgan, yoshlar ko'zini ochayotganlarning safi
ijtimoiy blogerlar, ijtimoiy fikr beradigan blogerlar ko'payotganidan men juda ham xursandman. Ular safi yana ham ko'p bo'lishi kerak, Ibrohimjon, shunaqa. To'g'ri aytyapsiz. Barcha hozirgi gaplashayotgan muammolarimizni negiziga qaraydigan bo'lsak, shu erkaklar yengil tabiat bo'lib ketishi, xeyterlar, negativ insonlar ko'payib ketishi, yoshlar buzilib ketishi bu asli jamiyatda erkak kishi bilan ayol kishining o'rni o'zgarib qolganligi sabab emasmi? Qo'shtirnoq ichidagi ommaviy madaniyat degan bir masala bor. Ijtimoiy tarmoq biz uchun ochiqmi? Ochiq. Baribir shu ijtimoiy tarmoqqa kelaveramizda, kirib kelyapti. O'sha Yevropa madaniyati, Yevropaning buzuq madaniyati bizga kirib kelyapti va uni qaysidir ma'noda havas deb bilyapti, o'ziga kumir deb bilayotganlar bor, unga o'xshab eng avvalo kiyinishdan. Endi maqtibdi kiyindida deyishingiz mumkin. Sochini jingalak qilib, o'stirib yuribdi-da, nima shunga ham gapirasan. Shunga gapirish kerak o'zi aslida. Shundan boshlanadi. Kiyinishdan boshlanadi. U nimaga Yevropani mana shu kiyimini yaxshi ko'rib qoldi? Chunki ongida o'zgarish boshlandi uni. Ongida zaharlanish boshlandi. Tushunyapsiz-a? O'zimizning qadriyatlarimiz eskilik sarqitib bo'lib tuyulishni boshladi. O'zimizni o'zbekligimizdan uyalishni boshladi. Mana fojia qayerda? Ularni o'sha bo'lar bo'lmas qo'shtirnoq ichidagi madaniyati ular uchun bir yetib bo'lmas bir rangorang, bir yorqin bir misolga aylanib boshladiki, unga havas qilyapti. Mana shundan boshlanadi. Oddiy kiyinishidan, qizlarimizdir, yigitlarimizdir, yigitlarni mana bunaqa nima deydi, haqiqiy bir erkakka o'xshamayotganligining sababi ham shu aslida. Mana salobati yo'q. Salobati yo'q. Mana Koreya nimalarini ko'ring, kinolarni ko'ring. Koreya kontentlarini ko'ring. Nozik bolalar, sochini o'stirib olgan, harakatlari bir nima, o'shalarga havas qilyapti. O'shalarga taqlid qilyapti. O'shalardan o'rganyapti. Va uni men xohlaganimda yashayman, men bilgan qilig'imni qilaman degan bir tushuncha bor. Xohlaganingni qil, biz demokratik davlatmiz. Lekin o'shani tepasida turgan otasi bordir, onasi bordir, bobosi bordir, do'sti bordir, tushuntirish kerak-da. Tushuntirish kerak. Chakkasiga bir urib bo'lsa ham tushuntirish kerak shuni. Erkak bo'lsan, o'zbeksan degan gapni gapirish kerak-da ularga. Hech kim indamasa, hamma atrofida qarsak chalaversa, qarsak chaladiganlar ko'payadi, chunki yosh bolalar ularga fanat. Uni obunachisi bor. U hali hech balon tushunmaydi uni. Maktab bolalari unga qarsak chalayapti. Uni obunachisi bo'lyapti. Undan u ruhlanyapti. "Vo, men to'g'ri yo'lda ekanman" deb o'ylab qolyapti, eng yomoni. Tushunyapsizmi? O'sha qiliqlari, TikToklarda likkillashi, labini bo'yashi, ko'zini bo'yashi, surma qo'yishi, sochini bo'yashi, sochini qizlarnikidek o'stirib olishi, nozlanib qiliqlar qilishi aslida bir otani o'ylantirish kerak bo'lgan holat aslida. Va yana muammoni boshiga qaytamiz. Uni otasi yo'q. Ajrashib ketgan. Otasi yo'q bo'lgan xonadonda shu kecha kunduzda endi yana o'sha mavzu ochilyapti. Nimalar bo'lishini endi ko'ryapmiz. Otani haybatidan qo'rqmagan, otani savlatini his qilmagan, ota degan bir zotni nima ekanligini, kim ekanligini bilmagan farzand ertaga shunaqa bo'ladi-da. Shunaqa bo'ladi. Juda ko'p buzuq bo'ladi. To'g'ri. Hammadan ruhan, jisman kerak bo'lsa. Jisman deganim nimaga shama qilayotganimni sezyapsiz. Erkak kishi bo'la turib nima qiliqlar qilayotganini. Shunaqa bo'ladi. Onadan qo'rqmaydi. Bola onadan qo'rqmaydi. Onada unaqa savlat bo'lmaydi baribir. Shuning uchun ota. O'shaning uchun bizni oila degan institutimizga katta bir hujum bo'lyapti bugun chetdan. Oila degan institutimizni saqlab qolishimiz kerak. Oila bu ota, ona, farzandlar, o'sha bobo, momo, mana shu oila. Va bu oilaning ichidagi qadriyat. Bu buzilyapti-da bugun. Oila degan narsa o'zi ortiqcha narsa, oila kerak emas, oilada otaning o'rni yo'q, nimaga kerak, shunaqa bir g'oyalar bilan buzilyapti-da, oila instituti parchalanyapti. Oila parchalangandan keyin bo'ldi, tamom bo'ldi. Oila parchalangandan keyin u buzilgan oiladan bir ma'nili odam chiqishini endi buncha holatda tasavvur qilib bo'lmaydi. Bo'lmaydi buncha holatda. Men hammani demoqchi emasman. Otasiz katta qilayotgan onalar bor. Qadriyatli, oriyatli, nomusli, qahramon onalarimiz bor. Ularga rahmat. Ular oq yuvib, oq taraf farzandini o'stiryapti jamiyatda, haqiqiy bir erkak qilib, haqiqiy bir nomusli qiz qilib
tarbiyalayapti, ularga rahmat. Lekin juda ko'pi bunday emas. Juda ko'pi bunday emas. Bugun shu kecha kunduzda ajrash trendda-ku. Shunaqa. Endi bu mavzuga kirmaslikka harakat qilardim, iloji boricha shunga borib taqalaveradi mavzu. Ajrash Negizi trendi. shunda-da. Ajrash trendi. Ajrash oddiy hol. Ajrashish bu shunchaki nima deydim, men mustaqil yashayman degan gap bilan yopib qo'ya qolyapti. Men shuni xohlayapman. Bu dahshat bo'lishi kerak. Ajrash men doim aytadigan gap. Ajrashish bu jamiyatda dahshatli hodisa bo'lishi kerak. Dahshatli hodisa. Vaholanki bugun mutlaqo aksi ajrashibdi deb qo'yapti. Hatto mahalla ko'yini ham nimasi yo'q, nima deydi? Oldin bilasizmi? Kimdir ajrashib kelsa, o'sha mahalla ko'yini gap so'zidan ham bu bir mahallani bu nazorati deb bilardim-da bu narsani. Uyda 3 kun turib qolsa, muammo turib qolsa ham shu qo'rqar edi mahalla. Nima deb o'ylaydi odamlar, nima deydi? Mahalla ko'y nima deydi? Bor. Hozir yo'q, mahallani ham ishi yo'q. Ketdi-da. Jamoatchilik nazorati, jamoatchilik munosabati yo'qolib boryapti. Hamma bilganini qilyapti-da. Menga nima? Bu o'sha menga nima deb boshlangan fikrdan ko'p narsa bolalab ketadi-da. Yoshligimizda har holda mahalla qarardi. O'sha qizlar noto'g'ri yursa, noto'g'ri kiyinsa, biz ham o'zida sal so'kib qolsa, yo'masa kimdir bilan ursa, "Ey, kimni o'g'lisan? Baxtga" deb turib, zodiy mahallada bo'lsa ham yo kirg'izib yuboradi, yo ajratib, "Bor, mahallangga sen bu yoq uyingga kir" deb nazoratda ushlardi-da mahalla. Hozir deydimi shunaqa? Yo'q, unaqa demaydi. Hozir deydimi? Demaydi. Unaqa demaydi. Hozir mana bir yigit bilan bir qiz yaqinda bo'lgan holat, bir 2 oycha bo'ldi, o'sha ko'p qavatli uyda turaman. Pastda o'pishib turibdi. Quchoqlashib turibdi, bilgan qilig'ini qilib turibdi. Hech kim hech narsa demayapti. Men bir o'rtog'im bilan qani kuzatib turdim. Kim nima derkan, oldidan katta yoshli odam ham o'tib ketyapti, boshqa ham o'tib ketyapti. Hech kim hech narsa demayapti. Desa biladiki, ko'pchilik ota-ona nima ishing bor meni bolam bilan deydi. Shunaqa. O'zi ham avvalo nima ishing bor men bilan deydi. O'zi avvalo sakraydi. Keyin ota-onasi sakraydi kerak bo'lsa. 0-2 qoradi keldi. Men bolamga gapiryapsan deydi. Tushunyapsizmi? Shunaqa holat kelib qoldi. Keyin men tur yo'qolib berdim. Nima qilyapsan deganimni bilaman, tipirchilab qochib qoldi ikkalasi. Qochib qoldi, orqasiga qaramay qochib qoldi. Ko'rasizmi? Oldin mana shunaqa bo'lardi-da. Bo'lardi. Jamoatchilik nazorati deydi bu narsani. Shunaqa. Bobolarimiz, momolarimizni tanbehlaridan bu mahallani nimasi qo'rqar edik. Bir pitirchilab yo'qolib, hozir bemalol bularni o'ylash kerak. Bularni to'g'ri biz dunyoviy davlatmiz, biz demokratik davlatmiz, lekin qadriyatlarimizni, ota-bobolarimizdan qolgan urf-odatlarimizni, nomusimizni sotishimiz kerak degani emas bunaqa davlat, demokratik davlat bo'lganimiz bilan. Shu narsalarga qarash kerak edi. Baribir o'sha oila instituti. Baribir otaga, onaga borib taqalaveradi. Oila buzilishida eng katta rol o'ynaydigan inson kim? Otami, onami? Er bo'ladi. Nimaga? Ochib bera olasizmi? Albatta. Er bo'ladi. Er xotindan kelmaylikda sal orqaroqdan kelaylik. Bir qiz farzandni tarbiyalayapsiz. Ota o'laroq siz to'g'ri tarbiya bersangiz, men ermas erkak degan bo'lardim. Erkak deylik, to'g'riroq bo'ladi. Ota o'laroq, erkak o'laroq siz o'sha farzandingizni nomusli, oriyatli, iffatli qilib o'sha qiz farzandingizni tarbiyalar ekansiz, u ertaga eri bilan ajrashadigan ayol bo'lmaydi. U eriga bo'ysunadigan, eriga itoat qiladigan, oilani nima ekanligini tushunadigan ayol bo'lib tarbiyalanadi va shunaqa bir nima bo'ladi. Shu narsani beradigan ota bo'lmas ekan, biz aybdormiz. Bugun biz aybdormiz. O'sha ko'chada buzg'unlik qilib yurgan, yarim yalang'och kiyinib yurgan, kim bilandir nimadir ish qilib yurgan, hammasini otasi bormi? Bor. Akasi bormi? Bir tog'asi bordir, boshqasi bir erkagi bormi? Shular indamayapti-da. O'zidan o'zi u chiqmaydi. U ko'chaga unaqa kiyinib. Yoki ular indamayapti, yoki ular yo'q. Bo'ldi, tamom, biz aybdormiz. Biz erkaklar aybdormiz, ayollar aybdor emas. Biz qo'yib beryapmizki, ular shunday holatda yuribdi. Men bu bilan zulmda ushlang demayman. Ilm bilan bu narsani tushuntirish kerak qiz farzandlarimizga. Ilm bilan tushuntirishimiz kerak. Bilasizmi? O'g'il farzandingiz bir alkash, betutruq, bir maraz, bir iflos bo'lsa ham otani unaqa sindira olmaydi. Shunaqa. Erkakda bir sinadi, bir dumalaydi, bir o'zi keladi, bosh o'riladi deymiz. Qiz bola bo'lsa-chi? Qiz bola bo'lsa-chi? Sindirib yuboradi-da erkak kishini, tasavvur qiling. Bor gap. Juda katta mas'uliyat. Hali meni qiz farzandim yo'q.
hali men unaqa katta gapira olmayman, lekin qo'rqaman mana shundan. Qiz farzandingiz bormi, o'tda ehtiyot bo'ling, katta mas'uliyat siz yelkangizda turibdi. Siz uni egasiga berguningizcha programmasini, miyasidagi programmasiga virus yuqtirmasdan bera olasizmi yo'qmi? O'sha virus kirdimi tamom. Virus degandan men nazarda tutayotganim ko'pchilik bilib turibdi. O'sha virus siz egasiga bera olsangiz, marra siznikida. Tarbiyani to'g'ri berib, o'shaning uchun Ibrohimjon aytgan bo'lardim, erkaklar aybdor, ayollarni ajrimlarni ko'payishi, axloqsizlikni ko'payishi, qo'pol bo'lsam aytaman, fohishalikni ko'payishi, biz erkaklar aybdormiz. Biz erkaklar aybdormiz. Misol uchun bir oilani otasi yo'q. O'sha qiz farzandni mas'uliyati agar akasi bo'lmasa, kimga ko'proq o'tadi deb o'ylaysiz? Onaga. Yo'q, endi ona baribir mehribonda. Onaga, erkak taraflama kimga ko'proq mas'uliyati o'tadi? Kim ko'proq tekshirish kerak? Men o'ylayman, mana hozir aytyapsiz-ku. Otasi ham yo'q, akasi ham yo'q. Ha, tog'alar e'tibor berish kerak, lekin juda ko'p tog'a yoki amakilar e'tibor bermaydi. Oldin bergan tog'alar. Oldin bergan. Mana men o'zim ham 13 ta jiyanim bor. 13 ta jiyanim mana shu 6 yoshimdan 1-sinfimda 1-jiyanli bo'lganman. Eng kattasi hozir men bilan 4 yosh, 5 yosh farqi bor. Haligacha mana qarab turaman. Shu qizlarga asosan, qizlarga qarab turaman. Bolalarga shundoq ham o'zi har doim nazoratda bo'lib turadi. Nega? Oldin tog'alar qaragan, amakilar qaragan. Xolalar ham jon kuydirgan. Bu narsa o'tib ketib qoldi deb tashab qo'yilmagan. Kelingan shu to'y hashamlarda billa bo'lishgan, maslahat qilingan, nima qilamiz, surishtiramiz, boshqa u narsalarga qaralgan. Hozirgi opa-singillarda, hozirgi aka-ukalarda u narsa yo'q. Chunki o'sha erkakning o'rni yo'q bo'lgandan keyin, ota-ona o'rni yo'q bo'lgandan keyin, o'sha ajrashish ko'payib qolib, faqat ona bilan qolsa bolalar xuddi shu holatga kelyapti-da, u qiz keyin hech kimga bora olmay, qayerga borishini bilmay, shu ko'chadidan mehr topyapti, yo'qsa o'shani gapiga ishonyapti, qasdir bir anqovni gapiga ishonyapti-da, shu bilan ketib, kerak bo'lsa onasiga ham, otasiga ham, kerak bo'lsa tog'asiga ham sakrayapti. Chunki nimaga? Mehrni o'shandan ko'rgan. Endi erkaklar masalasida gapirganda to'g'ri. Oldin amakilar, tog'alar hozir ham bordir, mayli bunaqalar, hozir ham bordir, lekin baribir onaga tushadi-da. O'shaning uchun men yolg'iz onalarga, yolg'iz farzand qilayotgan onalarga, umid bilan farzand katta qilayotgan onalarga aytgan bo'lardimki, chidang. Chidang. Mas'uliyat katta. Men ko'rganman 10 talab. Misol uchun meni onamni onalari adashmasam 35-40 yoshlarda beva qolganlar. Beva qolganlar. Meni bobom, onam tomonidan bobom 45 yoshlarda olamdan o'tib ketganlar. 10 ta farzand qolib ketgan. 10 ta farzand meni momom bilan qolib ketganlar. Shu momom joylari jannatda bo'lsin, rahmatli. 10 ta farzandni yedirib, ichirib, kiydirib, o'qitib, joy-joyga berib, joy-joyli qilib, qahramon ona degan medal olganlar. 10 ta farzand. Mana shunaqa qahramon onalarimiz bugun ham bor. Bugun ham bor. Ular mutlaqo yo'q desak biz adolatsizlik qilgan bo'lamiz. Hamma onalar unaqa bo'lib ketyapti. Hamma yolg'iz onalarning farzandi bunaqa desak biz adolatsizlik qilgan bo'lamiz. Unaqa onalar ham bor. Va unaqa onalarni borligi uchun ham bugungi jamiyat shunaqa bir turibdi-da. Sal bo'lsa or nomus turibdi-da. Shu onalarni boriga shukr, men ularga rahmat aytaman doim. Kontentlarimda ham aytaman. Juda o'lganimiz yo'q ekan hali. Nomusli onalarimiz bor ekan. Otasiz katta bo'lsa-da, bir ma'lum bir sabab bilan bir vafot etgan bo'lsa-da, boshqa bo'lsa-da, nomus bilan, katta bir mas'uliyat bilan, yolg'iz boshi bilan katta qilayotgan onalarimiz bor va davlat ham ularga bugun qarab turayotgani yo'q. Davlat ham ularga har tomonlama bugun yordam beryapti. Lekin men o'sha buvimni esladim, onamni onalarini esladim, tog'amlardan, onamlardan ko'p eshitaman-da, oson bo'lmagan o zamonda. Shunchaki qorin to'ydirish o'zi oson bo'lmagan. Va tog'alar dedingiz, o'sha onamlar, tog'amlar aytadi, tog'alar yordam bergan o'sha paytlar kelib. Mani onamni tog'alari, tog'amni tog'alari kelib, ya'ni o'sha momomni aka-ukalari kelib yordam bergan. Voy, sen o'zingni yolg'iz his qilmagin. Men o'zim mana bu jiyanlarimga qarayman. O'zim moddiyatan, ma'naviyatan yordam beraman. Mana shunaqa mushit bo'lgan. Va bugun ham bor-da.
ko'proq bo'lsin shunaqa oilalar deymiz, nima lekin ularni ham rizq nasibasini qo'shib berar ekanda Alloh. Shunaqa. Balki men o'shalarga yaxshi qaraganim uchun rizq nasibasini bergandir deb ham o'ylayman bir xillarda. Shunaqa. O'shalarga qilaman, bu yoqdan bir boshqacha keladi-da. Baribir birinchi o'rinda siylay rahmni joyiga qo'yish kerak. Opamiz bormi, singlimiz bormi, xolamiz bormi, mayli bir oyda bitta, haftada bitta, ikkita non bilan bo'lsa ham, shirin so'z bilan bir og'iz ko'rishib, yaxshimi, siz yaxshimisiz? Ko'rinishingiz yaxshi. Hammasi o'tib ketadi deb chiqib ketilsa, menimcha eng katta bitta yutuqni egasi bo'lgan bo'ladi. Singillaringiz bormi? Singillarim yo'q. Men 3 ta opam bor. Eng kichkinasi men o'g'ilman. Mendan keyin hech kim yo'q. Asosan opalarim vaqtli uzatilgani uchun jiyanlarim har doim bizda mas'uliyat bilan qolgan. Aytganman, shu adam ko'proq safarda bo'lganlari uchun u payt tog'oralik qilinardi, beshu to'ylar qilinardi, boshqa qilinardi. Shu holatda biza onam rahmatli bilan nima qilamiz degan holatlarga kelardi. Shu kerak bo'lsa o'sha hayit kuni tuxum yaxshi ketsa, tuxum olib kelib sotib turib, tog'oralarni bitta bo'ldi, ikkita bo'ldi. 40 tog'ora bo'lardi, 38 ta tog'ora bo'lardi, bitta ana krislo qilib berish kerak bo'lardi, bitta beshu. Xullas u payt juda og'ir bo'lardi. Shu 3 ta opamizni eng o'sha trendga chiqqan an'anada uzatilganda. Undan keyin xudo xolisa hozir mana pochchalarim yaxshi, jiyanlarim ilmli, yaxshi bo'lgani uchun o'sha paytlarni eslab o'tiramiz, lekin jiyanlarim har doim meni ko'rsa, tog'am kelyaptilar deb sirazi o'zgarib, sirazi to'g'illanadi, opamlar hammalik. Chunki o'sha payt bir xillarda urushganmiz, bir xillarda qattiq gapirganmiz, yomon bo'lmadi. Bu gaplarni nima gapiryapmiz, hurmatli do'stlar? Opangizga, singlingizga, umuman qarindosh, yaqinlarga siylay rahmda bardavom bo'ladigan bo'lsangiz, hech qachon kam bo'lmaysiz. Doim 1-2 bo'ladi. Shuning uchun bu fikrlarni gapiryapmiz. Maqsadimiz shu. Ibrohimjon, keyin savolga o'tamiz. Juda chuqur kirdik. Oila mavzusiga men keskin burilish qilaman, rozi bo'lsangiz agar. Ijtimoiy tarmoq bo'yicha ba'zi savollarim bor edi. Ijtimoiy tarmoq yurg'izayotgan ayrim blogerlar bo'yicha boya vaynerlarni ancha tanqid qildingiz. Bu haqiqat, lekin juda har bir vaynerga ham tegishli emas. Haqiqatdan u me'yorida qilayotganlar bor. Hammaga ham tegishli emas. Lekin yana shunaqa bir yo'nalish chiqdi. Balki bu ijtimoiy sadaqa so'rash deyiladimi yoki qanaqa nomlanadi? PR uchun, hype uchun. Bizani tilda shunaqa. PR uchun, hype uchun, misol uchun hatto prikol ham qilib chiqishdi-yu, 1,5 milliard like yig'sa, men bunaqa narsa olib beraman. Yoki bitta bolani ko'rsatib, agar mana shu video 100 mingta like yig'sa, men bunga yordam beraman. 10 mingta like yig'sa, men onamni operatsiya qildiraman. Bu o'zi to'g'rimi? Noto'g'ri. Men buni aytganman kontentlarimda. Bu narsa noto'g'ri. Uni qo'yib qo'yishyapti, yoniga bitta bolani qo'yib qo'yib, men shu bolaga deydi 100 mingta like yig'sa, bitta skuter olib beraman. yoki 150 ming dollar yig'sa onasini umraga jo'nataman, boshqa qilaman. Va baraka topkur. Shu niyatim bor ekan. Jo'nat. Ber shuni. Skuterini olib ber. Yo shuni davolatib ber. Yo shunga bir o'zi bir kiyim olib ber. Allohning laykini. Juda bir moda bo'ldi-da bu narsa. Shunaqa. U tekinga qilmayapti u joyda. Yo, musiqalarni qo'yib jaboplaydi bu narsa. Men to'g'ri fikrni aytayapman. Ko'pchilik buni hozir ko'rolmayapsanmi, shuni ham qilmaysan-ku o'zing. U bu baraka topkurlar. Riyo degan narsa bor. Riyo bo'lib qoladi bu narsa, endi ko'rsatib, boshqa qilib. Keyin ko'pchilik men gapiraman yana bu narsani otasiga mashina berayotganlar, otasiga shu haj umraga yo'llanma berayotganlar, boshqa otasiga shu soqol oladigan olib kelsa ham shu ko'rsatib beryapti-da. Mana bugun men otamga soqol oladigan olib kelib beryapman. Bitta like bo'lsang, hozir otamga beramiz. Ularning reaksiyalarini ko'ramiz. Nima bu? Nima maynovozchilik bu? Do'stlar, sal jiddiyroq o'ylash kerak-da, masalan. Ko'pchilik aytish mumkin, otasiga mashina, yo'q, baraka topkur, shuni ko'rsatib berish shartmi? Shuni ko'rsatib berish shartmi? To'g'ri, kimgadir o'rnak deymiz, boshqa deymiz. Ko'p ota-onalar men o'ylayman, xohlamaydi shu narsani. Ko'rsatib berishini xohlamaydi. To'g'ri, endi bu narsani ichidan endi noto'g'ri narsa-da bu narsalar. Like uchun, ko'rishlar soni uchun, kimgadir jo'nating, bu to'g'ri anaqa bir quroldek bo'lib qoldi. Bu narsa noto'g'ri. Bu narsa noto'g'ri. Endi men bir diniy ulamo emasman, lekin buni noto'g'riligini bilaman. Qilsang chin dildan qilgin, yurakdan qilgin.
maqsadingni niyatingni to'g'rilab qilgin. Nima uchun qilyapsan sen o'zi? Senga layk kerakmi? Laykni boshqa tomondan yig', baraka topgur. Shunaqa. Bitta nimani ushlab olman ko'rdim-da, oddiy bir narsa, o'zi islom beribman, oddiy bir narsa. Hozir men shu onamga beryapman, sizlardan layk kutaman, bir bola kutaman, berib ko'rsatish. O'zi men shaxsan mendan so'raydigan bo'lsangiz, men shu narsani yoqtirmayman. Bilmayman, bolaligimdan bir ko'z qilish yoqtirmayman. Ko'z qilish yoqtirmayman. Nima bo'lganda taqdirda ham ko'z qilish yoqtirmaydigan odamman va imkon qadar shunga kurashaman. Nafs aytadi, ko'rsat deydi. Xalq ko'rsin deydi, hamma bilib qo'ysin deydi, ko'rsat hammaga deydi. Nafsda u. Siz otangiz yo onangiz sizga nimadir olib kelganda, hammaga ko'z qilib aytib chiqmagan mahallaga. To'g'ri. Bir ovqat ikki qisq shashlik olib kelganda yo bir ikki qisq shashlik olib berganda, bir ikki qisq shashligini ham ko'rsatyapti-da, baraka topkurlar qattiq gapirishga majbur qilyapti. To'g'ri. To'g'rimi yo'qmi? Ikki qisq shashlik, misol uchun men yana undan narsaga tushunmayman. Mardikor bozorga boradi-da. Bitta qiyin ish aytadi-da. Arzimagan pulga olib chiqib ketadi-da. O'tiradi-da, ish yo'q bugun deydi. Bugun sizga ish yo'q deydi. Hozir sizni kiyintiramiz, yediramiz, ichiramiz. Sochingizni olamiz, kiyim olib beramiz. Keyin oxirida pul ham berib yuboramiz, faqat videoga olamiz sizni deydi. Mana Ibrohimjon o'zi qanaqa qaraydi shu narsaga? Baraka topkur shu o'zi bir kambag'al odam. Uni bir mingta tanishi bor, boshqa bor. Uni bir ori bor, u erkak u. Uni uyati bor. Ishlayotgan bo'lishi mumkin. Aytmay ishlayotgan bo'lishi mumkin. Bir tomonlari bor. G'ururiga baribir tegadi-da. Bir erkak u. Uni sen ko'rsatib, olib borib chochini oldirtirib, kiyim kiydirib, ovqat yedirib, hammasini ko'rsatib, tegani ma'yus musiqani qo'yib, layk ishlashdi bu. Layk ishlashdan o'ziga foyda. Obunachi yig'adi, o'zini o'zi PR qiladi, boshqa qiladi. Shu narsa borgan sari avj olyapti. Buni gapni indallosiki, niyatni to'g'ri qiling. Yaxshilik qilmoqchimisiz, hech kimga bildirmay qilavering. To'g'ri, yaxshilikni bildirib qil, bildirmay qil degan joylari bor. Odamlarga o'rnak bo'lish uchun, lekin bizda faqat bildirib qilinyapti-da, hurfat. Faqat bildirilyapti deb o'ylayman. To'g'ri, bildirmay qilayotganlar ham bordir. Rozi bo'lsin. Lekin mana bu tomonlarda sal endi haddimizdan oshib ketib qolyapmiz. Xo'p, yaxshilik qilish degan narsani sal chetriga suradigan bo'lsak, yana shunaqa toifa borki, o'zini hayotini ko'rsatadi. U hayotda haqiqatdan boy hayotni ko'rsatadi. Asli haqiqiy hayotda haqiqatdan ham shunaqa boymi yo'qmi bilmaymiz. Kadr orti qanaqa holatdaligi, lekin ijtimoiy tarmoqda o'zini haqiqatdan boyligini, qanaqa qilib noldan ko'tarilgan, qanaqa qilib zo'r etapda yurganini ko'rsatadi. Lekin u narsa shu joy borki, bu meni yo'nalishim ham boshida shunaqa bo'lgan. Boshida bu narsani men tan olaman, boshida shunaqa bo'lgan. Maqsad nima bo'lganki, yoshlarga motivatsiya berish. Lekin meni shaxsiy qarashim, o'zingiz boy ko'rsatganmisiz ijtimoiy tarmoqda? Yo'q, boy ko'rsatish emas. Misol uchun qanaqa qilib noldan ko'tarilganingiz, qaysi yo'ldan o'tganingiz, o'sha narsalarni men ko'rsatib borganman, lekin hozir imkon darajasida ko'rsatmaslikka harakat qilaman. Misol uchun oladigan mashinam bo'ladimi, nima o'zimga nimadir sotib oladigan bo'lsam, hamma hech narsani ko'rsatmaslikka harakat qilaman. Lekin bu narsa haqiqatdan jamiyatdagi yoshlarni buzib tashlayapti. Z avlod. Meni fikrim. Sizning fikringiz bunga qanaqa? Men o'sha narsani tushungandan keyin to'xtatdim. Bitta fikrim bor. Haqiqiy ma'nan va moddiyatan boylar bu narsani ko'rsatmaydi. Ular ijtimoiy tarmoq ko'rsatmaydi. Kecha chiqib qolgan chala boylar ko'rsatadi. Endi o'sha avvalo ma'nan boy bo'lmaganlar ko'rsatadi. Shu nima yegani, nima doim musiqa chiqib ketgan gap, nima kiygani, nima ichgani, qayerga borgani, bir telefon olsa ham yoki bir tapchika olsa ham, ya bir shorti olsa ham ko'rsatuverish, bilasizmi? Mayli ko'rsatib bo'lib ketmaydimi? Bu xalqni salbiy tomoni bor-da. Xalqning ijtimoiy kayfiyatini tushirib yuboradi. Buni ko'rayotgan odamlar nimaga men emas deydi. Nimaga menda yo'q deydi. Nimaga u deydi? O'zi yolg'onchi u. Shunaqa. O'zi yasama hayotini ko'rsatyapti. Men doim aytaman. Mayli o'lib ketsin, yasama hayotini ko'rsa. U keyingi xavfini men o'ylayman-da. Nimaga men unaqa yashamayman deydi. Nimaga men deydi
8 million oylik olsa ham 10 million oylik olsam ham yetkiza olmayman deydi. Bu nima ish qilib yetkizyapti bu deydi. Bu qayerdan shunaqa mashinalar, qayerdan shunaqa uylar, qanaqa telefon, qanaqa har kuni restoranda ovqatlar, nimaga deydi. Uni millionlab odam kuzatadi. Butun O'zbekiston kuzatyapti unaqalarni. Uni yasama hayot. O'zidan norozilik kayfiyati paydo bo'ladi. O'zida norozilik kayfiyatini his qilgan odamning motivatsiyasi o'ladi, ruhiyati o'ladi. Bir narsani qilgisi kelmaydi. Tushunyapsizmi? Ha buni hasadgo'yda ular ko'rolmaydi-da deyishingiz mumkin. Yo'q, u boshqa masala. Umumiy ijtimoiy kayfiyat tushib ketishiga olib keladi-da. O'shaning uchun u narsani ko'rsatmaslik kerak. Ayollar baribir ko'p joyda kalta o'ylab qo'yadi. O'shani ko'radida eriga keyin ta'na qilishni boshlaydi. Ta'na dashnom qilishni boshlaydi. Nimaga deydi ana uni eri deydi, har kun gul olib kelasiz, olib kelmaysiz deydi. Nimaga men unaqa, nimaga men asl hayot, asl mana bu yasamalikdan xoli bo'lgan asl hayot boshqa. U bilan ko'pchilik hamma ham uni nimaligini bilmaydi. Bunaqa ko'p narsani talab qilishni boshlaydi. Keyin nima bo'ladi? Janjal bo'ladi. To'polon bo'ladi, urush bo'ladi, ajrim bo'ladi, boshqa bo'ladi. Oddiy sabablar bilan ham shunaqa yengil-yelpi hayot. Men hayron qoldim. Bittasi so'rov o'tkazyapti. Janubiy Koreya qizlaridan so'rayapti, o'zbek qizlaridan so'rayapti. Ovqatlanib bo'lganingdan keyin restoranda hisobni kim to'lash kerak deyapti. O'zbek qizlarining 100% hammasi o'zi to'lash kerak deyapti. Men to'layman, o'zi to'lash kerak. Shunga to'lamasa nima qilib yuribdi men bilan gaplashib? Fikrni qarang-da, ahvolini. Bugun qizlarning fikrini, ahvolini qarang. Janubiy Koreya qizlarimi teng to'laymiz deyapti. Teng to'laymiz o'rtasida. Men ham yedim, u ham yedi, teng to'laymiz deyapti. Tushunyapsizmi? Bu aytishingiz mumkin hozir nima erkaklar bu mayda gap, men asli boshqa gapni gapirmoqchiman bu joyda. Bu joyda asli boshqa masala yotibdi tagida. Bu hisobni kim to'lashi yoki bo'lib to'lashi yoki faqat erkak to'lashi-da emas. Yengil-yelpi bo'lib ketib qolyapti. Hayotni asl haqiqatlarini, hayotni asl yuzini ko'rmayotganligi qizlarni. Butun shu kino orqali qizlar o'zini hayotini tasavvur qilardi. Bir kinolarimiz bo'lardi-yu. Hozir Instagram orqali tasavvur qilishni boshlayapti-da. Asl hayot boshqa. Voy singlim, voy qizim desangiz, uylangan bunday qarayapti-da, erga to'y bo'ldi, bu to'ygacha hamma narsa, to'ydan keyin hayot boshlanyapti. O'sha qaynona bilan yashash, er bilan yashash, qaynota bilan yashash, boshqa hayot ekan bu. Qani men Instagramdagi hayotim deyapti. Ko'ryapsizmi? O'shaning uchun Instagramda faoliyat yuritayotgan o'sha blogerlar deymizmi, vaynerlar deymiz, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar haqiqiy hayotni ko'rsatishga harakat qiling va ko'rsatadiganlar ham paydo bo'lyapti. Bunga ham xursand bo'laman. O'sha boricha ertalab shu molindagini tozalayapti, hovlisini supuryapti, dalaga chiqib ishlayapti, boshqa qilyapti, mazza qilasizda. Mana hayot haqiqiy shirin joy. Shunaqa kontent qiladiganlarni ham ko'paytirish kerak. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, bugun Instagram katta kuch O'zbekistonda. Bu 70 yoshli odam qo'lida ham Instagram bor, 7 yoshli bolaning qo'lida ham Instagram bor. Shunaqa Ibrohim. Shu yerda men bir qo'shimcha qilmoqchiman. Oxirgi payt, oxirgi bir 5-6 oy ichida biz umuman naq qilmadik. Blogimdan xodim olishni to'xtatib qo'ydik. Nimaga unaqa? Sababi ko'pchilik mana shu blogimdan keladi, ko'radi, qanaqa ishlayapmiz, qanaqa ofisda ishlayapmiz, boshqa keladida sizga shogird tushmoqchiman, sizdagi ko'tarilmoqchiman. Bo'ldi ukam deyman, muammo yo'q. Biz bor ilmimizni o'rgatamiz, muammo yo'q. Ishla. U yoq qanaqa tushunadi? Har kuni men bilan yuradi, Cityda, o'tda kofe ichadi, maza qiladi, pul topadi. Lekin biz olamiz, bo'ldi, sen svet ko'tarib yur, uni qil, buni qil, mehnat qilgin deb. Bir kun, 2 kun ishlaydida ketib qoladi. Ha, desa, "Ya, men sal qiynalib ketdim, issiqda qolib ketdim, sovuqda qolib ketdim." Sabr yo'q. Sabr yo'q. Ana o'shandan keyin men blogdan xodim olishni ham to'xtatib qo'ydim. Blogda umuman mana shu qilayotgan ishlarimni, hamma narsani to'xtatib qo'ydim. Olib chiqmaslikka harakat qilaman. Shundayda ular Instagramdagi o'sha yorqin tomonini ko'radi-da, yorqin tomonigacha kelish kerak bo'lgan jarayonni ko'rmaydi ular. Siz ham shu o'z-o'zidan kelib qolmagan shu yorqin tomoniga. Shunaqa. Mehnat bilan kelgan, sabr bilan, uyqusizlik bilan, pulsizlik bilan, ochlik bilan kerak bo'lsa kelgansiz-da. Hammamiz shunday kelganmiz, hammamiz. Hech kim bu yerda bir Amir Olimxonning nabirasi emas. Bir katta bobosidan tilla qolib ketgan bo'lib, hamma yo'ldan chiqib kelgan. Hamma o'sha misol uchun men ham bir ko'rgan odam, bir boyni bolasi deb o'ylaydi-da, qo'pol qilib aytganda. Yo'q, men ham shu mol qo'y boqib bir qishloqni bir joyda katta bo'lgan odamman. Men ham shu niyatlar bilan, orzular bilan mol qo'y boqardim, qo'limda kitob bo'lardi. Kitob bilan yurardim.
maqsadlarim bo'lardi, orzularim bo'lardi. Shu narsa olib keldi bizni bu joyga. Bugun bizga havas qilib turgan bo'lsangiz, bizni ortda qolgan, hozir men 33 yoshga kirgan bo'lsam, yashab ko'ring degan bo'lardim, bir 18 yosh, bir 15 yoshdan buyoq hayotimizni yoki 10 yoshdan hisoblaganda bu yoqdagi bir 23 yil hayotimizni bitta yashab ko'ring, chidarmikinsiz degan bo'lardim. Shu chidaganimiz uchun shu holatga kelganmiz. Chidaganlar keladi-da. Chidaganlar. Biz ajo dunyoni yorvordik demoqchi emasmiz, unaqa maqtanmoqchi ham emasmiz, lekin ozmi ko'pmi muvaffaqiyatga erishgan bu insonlarni chidab yashab o'tgan davri bor. O'sha chidab yashab o'tgani uchun u shu yerda. Chidamay o'z ishlash kerak bo'lgan, o'qish kerak bo'lgan, qiynalish kerak bo'lgan davrini yallo qilib, likkillab, qizlar bilan qo'pol qilib aytganda yeb, ichib, boshqa qilib, balobatlar qilib 25-30 yoshigacha umrini o'tkazgan odam 30 yoshdan keyin 70 yoshgacha kim bo'lib yashaydi? Azoblanib yashaydi. Pulga muhtoj bo'lib yashaydi. Odamlarga qul bo'lib yashaydi. Qaysi ma'noda? To'g'ri tushunasizlar, o'sha qaram bo'lib yashaydi. Qiynalib yashaydi. O'shaning uchun men doim aytaman, hurmatli do'stlar, 10 yoshingiz bilan 25 yoshingiz o'rtasidagi 15 yoshga chidang, o'qing, qiynaling, azoblaning. 25 yoshgacha azoblaning, ishoning 25 yoshdan keyin shunaqa mazza qilib yashaysiz. Shunaqa daraxt meva berishni boshlaydi. Ishlamasangiz ham bo'laveradi keyin. Kelaveradi o'zi. Kelaveradi. Mutaxassis bo'lasiz siz. Pulni qo'ymaysiz siz. Pul sizni qo'yishni boshlaydi. Mazza qilib yashaysiz. Lekin o'sha 15-20 yilni kayfda o'tkazib yuborganlar ko'pi keyin o'sha alakazay paketini ko'tarib olib turadi. Ya'ni aytishim mumkin, sen biz ham turishimiz mumkin edi o'sha nimalar qatorida. Men tilda qizmoqchi emasman ularga. O'qimagan o'z paytida, harakat qilmagan, ilmga bir nima bo'lmagan, to'g'ri mehnat qilmagan, to'g'ri sharoit har xil bo'lgan bo'lishi mumkin, boshqa bo'lgan bo'lishi mumkin, ota-onasi sharoit yaratib bermagan, turli sabablar, fakt o'qimagan bo'ldi. Fakt harakat qilmagan va mana 30 yoshdan keyin, 40 yoshdan keyin o'sha paketini quchoqlab turadi. Lekin o'shalar bilan ham suhbatlashsangiz aytadi. Dangasalik qilganman. Qilgan, ochig'i shunday. Tan oladi. Chunki bizda ham o'sha shogird bo'lib borganimizda birinchisi ustozlar tozalattirardi. O'sha sartaroshligiga borgan bo'lsa, soch tozalardi, bosh yuvlardi, to'g'risi. Soch bozorda ishlasa, birinchi bozorni tozalash kerak bo'lardi. Shu yuklarni tushirtirishardi o'rgacha. Sekin-sekin odam o'sha pastdan kelsa, keyin yuqoriga chiqqanda pastliklarni qadriga yetishni boshlaydi. Ular o'sha insonni aldolmaydi. Chunki nega? U sohadan o'sha chiqib kelgan bo'ladi. Hozirgi yoshlarga mana ham yaxshi maslahatim bor. Chidanglar, ozgina bo'lsa ham sabr qilinglar. Xudo xolasa, oxiri kelajaginglar yaxshi bo'ladi. Shunaqa, meni o'zim ham o'zorcha 2013 yil bilan 2014 yil orasini 2012 bilan 14 orasida nima qilgansan Toshkentda desa, men mardikor ishlaganman. Yuk tushirganman Urizor bozorida. Men podkastlarda ham eshitgan bo'lsangiz kerak. Qiynalganmiz. O'sha Urizor bozori bor, yuk tushirganmiz. Hozir meni eshitayotgan o'sha do'stlarim, birga yuk tushirgan do'stlarim meni gapimni tasdiqlaydi. Yuk tushirardik, qiynalganmiz. O'sha pul uchun, o'zimiz qornimizni o'zimiz to'ydirish uchun, lekin maqsad o'sha kunga rozi emas edik. Men faqat shunga rozi bo'lib qolaman degan narsa bo'lmagan. Men o'ylaganman, bugun kunlarimni xayolimda yashaganman. Tushunyapsizmi? Mana mayli, sen o'z vaqtida qiynalishing mumkin, mardikor ishlashing mumkin, azoblanishing mumkin, qiynalishing mumkin, lekin orzularingni boy berib qo'yma, maqsadlaringni boy berib qo'yma. Shu kuningga rozi bo'lma. Sen ertaga katta joylarda ishlashni orzu qilgan, katta maqsadlarni oldiga qo'ygan, oq ko'ylak, galstuk taqaman, keyin mana shunaqa joylarda o'tiraman. Men misol uchun bugun mana shu Dialog podkastida mehmon sifatida chaqirilishimni ham men o'zimga katta bir yutuq deb bilaman. Sizlarga rahmat avvalo chaqirganinglar uchun. Men o'zimga bir yutuq deb bilaman. Men o'z vaqtida harakat qilmaganimda, men o'z vaqtida maqsad qo'ymaganimda, boshqa qilmaganimda, men bilan Muhammadjon necha kun vaqtini kelishib gaplashdimi? Meni kimdir chaqirarmidi bu joyga? Men yurardim bir joyda, o'sha paketimni ko'tarib, yo bir Rossiyada yurarmidim, mardikor ishlab, yo boshqa ularga til teqish niyatim yo'q. Men misol uchun aytayapman. O'z vaqtida qilingan harakatlar, orzular, maqsadlar, niyatlar meni mana shu stulga olib keldi va siz bilan bugun men suhbatlashib o'tiribman. Men uchun bu katta stul, katta stol va katta bir davra va men mehmon sifatida chaqirilishim, meni fikrim, meni gapim bir kimgadir qiziq bo'lishi men uchun katta bir yutuq. Shunday ekan,
do'stlar, bolaligingizni boy bermang, bolaligingizni o'ynab kulib kayfu safoga sovurib yubormang degan bo'lardim Ibrohimjon. Har bir yo'nalishga kirib chiqyapmiz. Yana bir yo'nalish bor. Ayniqsa yoshlarda juda ko'p tarqalgan vaziyat, ya'ni qanaqa? Otasini mashinasini, kimnidir mashinasini olib chiqadi, shashka qilib haydaydi ko'chada, kechasi, kunduz kuni har xil vaziyat. Prava bilan pravasiz. Bu narsani sherigi videoga olib ijtimoiy tarmoqqa qo'yadi. Bo'lib ham ertasi kuni kerakli ijtimoiy tarmoqda uzr so'rab chiqadi. Press qahramonni oldida. Press qahramon ekan oldilarda. Bu qanaqa, shunchaki ya'ni yosh bola deb turib o'tib ketadigan vaziyatmi yoki jiddiy mavzumi? Gayn urardi-yu. Ha. Bittasi urdi. 33 yoshli. M4damida adashmasam, BMWda. BMWda 33 yoshli gay xodimini o'sha xodimni urardi. O'ldi. Uni bolasi bor ekan, oilasi bor ekan, Qashqadaryoliga. Mana shunaqa bo'ladi oxir do'stlar. U yigit to'g'ri jazolanishi mumkin. Jazosini o'tab bir kun chiqib kelishi mumkin. Bu ikkita yomon tomoni bor. Birinchidan u yosh umrini xazon qildi, urib yuborgan bola. Yosh umrini xazon qildi. Kelajagini barbod qildi desak bo'ladi. Ikkinchidan urib yuborgan insonning hayotini barbod qildi. Uni ham maqsadi bor edi. Uni ham ertaga qancha orzulari bor edi. Balki bir haftadan keyin bir ishimdan ta'til olib farzandlarimni ko'rib kelarman, ota-onamni ko'rib kelaman degan bir niyati bor edi ichida. Lekin o'ldi. O'lganda ham qahramonlar halok bo'ldi. Bir oila otasiz qolib ketdi. Bir oila otasiz qoldi. Endi shu holatlarni butun O'zbekiston bilyapti. Endi men aytgan bo'lardimki, otangizni mashinasini olib qochayotganingizda, akangizni mashinasini olib qochayotganingizda haydovchilik guvohnomasisiz, bir o'ylang do'stim. Siz ham endi 10 yoshdirsiz, 15 yoshdirsiz, olib qochyapsiz, 16, 17 yoshdirsiz. Bir o'ylang, siz ham yosh bola emassiz. Olib chiqasiz, o'rtog'ingiz bilan hu qilasiz, Instagramga qo'yaman deysiz. Baribir kechirim so'rab mulzam bo'lib, bugun davlat bironta holatni shuni o'tkazib yuborayotgani yo'q. Yo'l transport hodisasi bilan bog'liq holat bo'ladigan bo'lsangiz, hammasi nazoratda. Hammasini jazosi o'z vaqtida berilyapti. Kuchaytirilgan tarzda berilyapti. Kerakmi sizga eng avvalo ota-onangizni yuzini yerga qaratib, mayli kimnidir urib o'ldirib qo'ymagan taqdiringizda ham, kerakmi sizga baribir tutilgan taqdiringizda ham, tinchgina tutib olingan taqdiringizda ham sizga shuncha sharmandalik kerakmi? Undan ko'ra 18 ga kiring, haydovchilik guvohnomasini o'qib oling, ana undan keyin avtomobil ruliga o'tiring. Qanday go'zal bo'lardi. Men tushunaman, yoshlarning qoni qaynoq bo'ladi, qiziquvchan bo'ladi, boshqa bo'ladi. Meni ham otamda mashina bor edi. Men ham qiziqardim. Shu 2-3 metr oldi orqaga haydab qo'yishga qiziqardim. Yuvish bahona. Lekin ko'chaga haydab chiqmaganman. Bosib chiqmaganman. Bilamanki, u joyda haydab chiqsam, otamdan qanaqa dakki eshitishimni. Men o'ylayman, nimaga shama qilyapman? Otalar, hurmatli otalar. Endi bizni o'g'il ichada haydaydi-da, qilmasdan bolangizga bu borada juda qattiq qarang. Qattiq tushuntirish olib boring. To'g'ri, hali haydab qochib ketmagandir, lekin shu fikrda yurgandir, siz uni bilmaysiz. Bir mana shu jihatlar bo'yicha tushuntirishlari olib boring. Men tushunmayman, yana bir holat bor. Hali chaqaloq, hali bola, bir 2-3 ga kirgan bola oldiga o'tkazib oladi-da, rulni ushlatib haydatib yuradi. Shunaqa bir erkatoy qilib katta qiladigan otalar ham yo'q emas ichimizda. U ertaga gazni bos deb qo'yadi, ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz. U ertaga haydaydigan bola bo'ladi-da, sal oyoq gazga yetadigan bo'lganda, u haydab chiqadi-da. Birinchi sinf, ikkinchi sinf bo'lsin, haydaydi u. Haydaydi, ko'rdik yo'llarda ham. Shunaqa qilmang. Otalar, erkalatmang degan bo'lardim. Nima deymiz? Baribir press qahramon aloqada bo'ladi, baribir shunaqa. Borlariga shukur. Shunaqa. Asosiy savollarimiz shundan iborat. Endi bir qisqa blitz savollarimiz bor, har bir mehmonimizga beradigan. Buni ham sizga bermoqchiman, tayyorgarlikdasiz. Javob berishingizga xudo xolisa so'raymiz. Demak, bir so'z bilan o'zingizni ta'riflang. Odamman. Hayotingizdagi eng katta saboq nimadan bo'lgan? Hayotimdagi eng katta saboq bir kuni
bir kun emas, litseyda o'qib yurgan paytim mo'ykada ishlardim. Mo'ykada ishlardim. Bittasi bir yosh katta, men o'sha paytda bir 17 yosh bola bo'lsam, bir 35-40 yosh odam, u ham mashina yuvadi, men ham mashina yuvaman, darsdan keyin. Rosa pul so'rayapti-da. Bir yoridagi boladan. Men yangi kelganman, ular endi eski o'sha yerda 20 ming so'm pul so'rayapti. Bermadi ana odam. Menda pul bor edi o'sha payt. Mendan so'ragani yo'q. Aka, men berib turaymi 20 ming so'm sizga dedim. Voy, berib tur, ukam, ukajonim, berib tur, men senga dedi bir haftadan keyin kelaman, uyingga borib kelay dedi. Qaytib kelib beraman dedi. Men 17 yosh bolaman o'sha payt. Pulni berib yubordim. U qaytib kelmadi. O'sha paytda men endi qishloqdan shaharga kelganman-da. Birinchi olgan sabog'im o'shaki, hammaga ham ishonavermaslik degan bir saboq olganman. O'sha holatdan keyin. Men u 20 ming pulni ishlab topish uchun bilasizmi, nechta mashina yurganman. Voy, bu 2009-yil, 2010-yil nechta mashina. Yo 20 ming, yo 25 ming berdim-da. Shundan keyin shunaqa bo'ldi. Shu hammaga ham ishonmaslik degan saboq qolganman. Yoshlikka qaytish imkoni bo'lsa, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Ko'proq til o'rgangan bo'lardim. Ko'proq til o'rgangan bo'lardim. Chunki 4 ta tilni bilgan odam 4 ta shaxs deydi-da, 4 ta odam bo'la oladi deydi. Shunga ko'proq e'tibor qaratgan bo'lardim. Sizningcha muvaffaqiyatning eng muhim kaliti nima? Mas'uliyat. Bir kunda telefonsiz yashay olasizmi? Yashay olaman. Eng ko'p takrorlaydigan iborangiz qaysi? So'z deylik. So'z bo'ladi. Shukr deyman. Shukr. Shukr deyman. Hayotingizda eng katta qo'rquvingiz nima? Nomimni yolg'onga chiqib qolishi. Odam o'zini bu hayotda bitta narsadan himoya qilish kerak-da. Nomini pok saqlash kerak. Nomini yomonga chiqib qolmasligidan, qolishidan qo'rqish kerak. Odam chunki yillar davomida siz bir nimani yig'asiz, obro' e'tiboringizni yig'asiz, lekin bitta holat bilan siz sharmanda bo'lishingiz mumkin, bitta holat bilan nomingiz yomonga chiqib qolishi mumkin. O'sha holatga tushib qolmaslik uchun inson harakat qilish kerak. O'sha payt atrofingizda hech kim qolmaydi. O'sha payt siz baribir yolg'iz qolib ketasiz-da. U qaytib turishingiz qiyin bo'ladi. O'shaning uchun shu nomingiz yomonga chiqib. Odamda birinchi navbatda qaysi fazilatga e'tibor berasiz? Rostgo'yligi. Pulmi yoki obro'? Qaysini tanlaysiz? Obro' deganda qaysi ma'noda obro'? Obro' e'tibor, jamiyatdagi hurmat. Hurmat e'tibormi? Albatta, jamiyatdagi hurmat e'tibor. Muhim sanaladi. U pul pul emas. Yoshlarga kitobmi yoki tajriba muhimroqmi? Kitob. Bir kunda ichki ishlar rahbari bo'lib qolganingizda qanday qaror qabul qilgan bo'lardingiz? Azoni yo'l qoidalarini buzsangiz bal yozilyapti-yu. Ha. O'shani yopib tashlagan bo'lardim yo o'shani 24 bal qilib qo'ygan bo'lardim. Har bitta shofyorni menimcha anaqasi bu. Dardi-da bu. Dardi bu. Ishoning, dardi. Haqiqatdan. Nechi bal bo'ldi to'lagan aka? 5. 2,5 manda. 2,5 manda. U qizig'i men qilmaganman. Meni nomimni mashinalar shunaqa bo'lgan. Baribir foydasi yo'q, balsizda. Baribir. Oldinda ekansiz, tabriklayman. Farzandingizga qoldiradigan eng katta merosingiz nima bo'lishini istaysiz? O'zimdagi mas'uliyat. Mas'uliyati bor odam hamma narsaga erishadi-da. Mas'uliyat. Men doim aytaman, mana hozir mana shu joyga kelyapmiz, 15 daqiqa kechikyapman-da, yo'l tirbandda. Shunaqa nima bo'lib ketyapman, Muhammadjon bilan mana 5:00 ga kelishganmiz, xijolat bo'lib ketyapman-da. Yo'l juda tirband. Mana do'stimiz bilan kelyapmiz, o'zlari tasdiqlaydilar. Men 5:00 da podkastning stolida o'tirgan bo'lishim kerak edi. Yo'l tirband, yana sal uzoqroq ham ekan, shundan xijolat. Mas'uliyat hamma narsada. Men doim aytaman, mas'uliyat hamma narsa. Mas'uliyati bo'lmagan odam ming bilimli bo'lsin, tajribali bo'lsin, bir axloqli bo'lsa mas'uliyatli bo'ladi-ku, foydasi yo'q-da. Mas'uliyati bo'lmasa qiyin. Ilmdan ko'ra, tajribadan ko'ra men bir mas'uliyatni, iqtidordan ko'ra men bir mas'uliyatni birinchi o'ringa qo'yadigan odamman. Oxirgi marta qachon chin dildan yig'ladingiz? Esimda yo'q. Yig'lamaysizmi? Meni bilasizmi nima yig'latadi? Meni bir kimdir o'limi ham yig'latmaydi. No'ylab qarasam. Chunki o'lim haq, bilamiz hammamiz o'lishimizni. To'g'ri. Hammamiz bilamiz,
tirildik. O'lish ham borligini bilamiz. Meni yig'latadigan narsa bilasizmi? Bu jamiyatdagi bir ayolni boshi berk ko'chaga kirib qolishi. Yig'latish mumkin. Unda ham yig'lamayman-u, shundan o'ksinaman, shundan bir nima achinaman. Bir toza, halol, pok ayolni bir boshi berk ko'chaga kirib qolishi meni dilimni juda bir nima qiladi. Dilimni og'ritadigan holat. Shunga bir yordam bergingiz keladi. Shuna bir ular bir ojizada, shunday holatga men juda bir rahmim keladi. Dilim yumshaydi. Bir gap bilan bugungi yoshlarga nima degan bo'lardingiz? Hammasiga emas, juda ko'piga sabr. Sabr qiladigan bo'ladi. To'g'ri tushundinglar? Da. Sabr. Hayotingizda shior bormi? Bo'lsa u qanday? Yo'q, menda hech qanaqa shior yo'q. Shioringiz. Meni shiorim rostgo'ylik, mas'uliyat, imkon qadar odamlarni aldamaslik, umuman aldamaslik va odamlarga yordam berib shu to'g'ri yo'lda yurishga harakat qilish oson emas. Bu dunyoda yaxshi odam bo'lib, to'g'ri odam bo'lib yashash oson emas, do'stlar. Men buni juda anglayapman oxirgi payt. O'zini yo'lida yurish, to'g'ri yurish, rostgo'y bo'lish, mas'uliyatli bo'lish, umuman bir yaxshi odam bo'lish oson emasda. Yomon odam bo'lish juda oson bu dunyoda. To'g'ri. Xohlaganingizcha yomon bo'lishingiz oson, lekin to'g'ri yurishingiz qiyin. Shunday ekan yaxshilarga oson emas. O'sha oson emas bo'lgan yo'ldan hammamiz imkon qadar baymoqlanib, og'ib-sog'ib yuribmiz. Shu Xudo kuch-quvvat bersin hammamizga deymiz. Xo'p, vaqtimiz ham allamahal bo'lib qopti. Ancha vaqt gaplashib qo'yamiz. Ertalabgacha gaplashar ekanmiz bo'lmasam, siz bilan gaplashsak vaqt o'tganini bilmay qolar ekanmiz haqiqatdan. Har xil vaziyat bo'ladi. Siz bilan hozir qanaqa vaqt o'tganini haqiqatdan bilmay qoldik. Ustoz kelganingizga kattakon rahmat, vaqtingizni ajratib. O'ylayman, o'rtoqlar, sizlarga ham bugungi podkastimiz manfaatli bo'ldi. Ayniqsa hozirgi yoshlarga menimcha taalluqli. Agar videoni o'tkazib ko'rgan bo'lsangiz, unda qaytadan o'tkazmasdan ko'ring. Chunki bu podkastda gapirilgan har bir so'z kerak bo'lsa hayotingizni ham o'zgartirib yuborishi mumkin. Demak, shu bilan podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi podkastimizga qaysi mehmon chaqiraylik, izohlarda yozib qoldirish esingizdan chiqmasin. Rahmat. Salomat bo'linglar.